Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni o'ylaymanki bu juda ham qiziq bo'ladi. Chunki boya siyosatshunos Bektosh aka Berdiyev aytganlaridek haqiqiy ilm, o'zgarmaydigan ilm. Chunki necha ming yillardan beri insoniyat shug'ullanib kelayotgan ilm. Biz hozir dehqonchilik, ya'ni aniqroq bog'dorchilik haqida suhbatlashamiz. Buning uchun studiyada doimiy ekspertlarimiz Humoyun Mag'ribov hamda Mansurbek Yo'ldoshev Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi agrosanoatni rivojlantirish agentligidan birlari direktor maslahatchisi, birlari bosh mutaxassis. Doimiy ekspertlarimiz va biz bundan xursandmiz, chunki bundan oldin ham biz ular bilan kursdan oldin ham suhbat qildik. Aynan mana shu sohada chiqayotgan videolarni, mana shu mavzuda chiqayotgan videolar katta qiziqish uyg'otayotgani, ularga murojaat qilinayotgani bizni juda ham xursand qildi. Ya'ni bog' masalalarida, dehqonchilik masalalarida yana ham ilm bilan yondashishga harakat qilinayotganini eshitib biz juda ham xursand bo'ldik. Albatta bundan oldin ham shunday bo'lgan deymiz. Lekin ko'rsatuvlarga qiziqish bizni albatta xursand qiladi. Yana bir bor xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Demak, savollarimiz ko'p bog'dorchilik bo'yicha. Keling, birinchi mana kunlar sovishi to'g'risida gaplar yuradi. Shunga savolni shundan bersa. Bog' qishga tayyorlanadimi o'zi? Yoki hali nima deydi, eshikni quplab chiqib ketiladimi? Mevani terib olgandan keyin. Yo'q, albatta o'zi gap ham bor. Keyingi mavsum terimdan keyin boshlanadi degan G'ayratxo'ja aka. Ya'ni misol uchun gilosingizni siz may oxirida terib olsangiz, ana o'sha vaqtdan boshlab keyingi yilga tayyorgarlik ko'rishni boshlaysiz. Yo'q, u juda ko'p muddat. Ha, ya'ni to'g'ri sug'orish, misol uchun gilosni terimdan keyingi 4-6 hafta davomida chanqatadigan bo'lsangiz, aytaylik mayda terib oldingiz, iyun-iyul oylarida chanqatadigan bo'lsangiz, gilosingiz kelasi yilga qo'shaloq bo'lib qoladi, ikkitalik bo'lib qoladi. Misol uchun, shaftolida ham xuddi shunaqa hodisa bor. Ya'ni terimdan keyingi stress umumiy qilib aytadigan bo'lsak, havo isib ketib qoladigan bo'lsa yoki chanqatib turib daraxtlarni bargini to'kadigan darajagacha olib kelib qo'ysangiz, keyingi yil mevalaringiz qo'shaloq bo'lib qoladi. Bu degani kichkina sifatsiz. Yo'q, kichkina sifatsiz bu bitta gap, lekin men aytayotgan hodisa aytaylik bitta meva emasdi, yonida ikkita qo'shaloq bo'lib qoladi. Egizak bo'lib qoladi. Egizak bo'lib qoladi. Endi bu egizakni ikkalasi butun bo'lsa, hop chidash mumkindir, lekin shunaqa holatlar bo'lib, bir tomoni yog'ochlashib qotib qoladi. Bu narsa endi anu rus tilida so'z bor, brak deydi. Ya'ni bu ko'rinishi ham buzadi. Chiqitga chiqadi. Sababi endi nimaga chiqitga chiqadi desangiz, gilosda katta bog'larda ba'zilarida gilos saralash liniyalari bor. Nima deganingiz? Gilos saralash liniyasi aytaylik bog'dan gilos teradi, sovutadi, liniyaga tashaganida rangi bo'yicha, yirikligi bo'yicha ajratib beradi. Bundan tashqari defektlari bo'lsa chiqarib tashlaydi. Ya'ni bu qo'lda qilinmaydi. Maxsus liniya bo'ladi, apparat bo'ladi shunaqa. Mana shu apparat faqat bir dona qo'shaloq bo'lmagan gilosni o'tqiza oladi. Ikkitalik bo'lsa o'tqizmaydi. Tamom, apparatga tushmaydi. Ha, tushmaydi. Ya'ni o'sha bu misol chuqurlashib kirib ketdik-ku, lekin o'sha boya aytganimiz terimdan keyin misol uchun shaftolini oladigan bo'lsak ham, mevani terib olganimizdan keyin so'ruvchi novdalar deyiladi. Ya'ni kelasi yilgi meva beradigan novdalaringizga soya tashlaydigan ba'zi novdalarni kesish mumkin, yengil. Misol, bu yana bitta misol. Sizning savolingizga keladigan bo'lsa, ya'ni mevali daraxtlarni qishga tayyorlash kerakmi, o'zi bog'larda shunaqa ishlar qilinadimi desangiz, albatta sentyabrdan buyog'iga misol uchun yoshi katta maksimum balandlikka yetib olgan daraxtlarni bo'yini kesamiz. Bu juda ham katta tushunchalar. Men mana kecha Quvada bo'lib seminar o'tkazib keldim. Kesish va shakl berish bo'yicha amaliyot ham qildik. Endi to'g'ri ma'noda tushunishadi deb o'ylayman. Afsuski, shakl berish haqidagi tushunchalar juda ham sodda bo'lgan tushunchalar juda ham ko'plab odamlar tomonidan yengillikdek qabul qilindi. Endi men hayron qoldim, lekin baribir bu ham bir yaxshiligi talab bor ekan, o'rgatyapmiz. Men o'ylayman 5-10 yilda bu narsalar odatiy holga aylanadi. Ya'ni biz doim daraxtlarni kesib kelganmiz-ku, bu yerda qo'shimcha yana nima bor? Juda katta gaplar bor. Ya'ni kesish va shakl berish bo'yicha agar ruxsat bersangiz, bu suhbat davomida kesish va shakl berish haqida bir 15 minut gaplashamiz, 15 daqiqa. Hozir ungacha men bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana boshida aytdingizki, mana Bektosh akaga bor hurmat saqlagan holda aytaman. Ya'ni bog'dorchilik ilmi bu bir o'zgarmas, doimiy turadigan bir sohadek fikr bildiribdilar. Ammo qo'shimcha qilaman, ya'ni aytganimdek hurmat qilgan holda bog'dorchilik sohasida har yili ko'p tushunchalar o'zgarib ketyapti.
Men ikkita misol keltiraman. Birinchisi mana 1970-yillargacha o'zini o'zi changlatadigan giloslar bo'lmagan. Hozir giloslar o'zini o'zi changlatadi. Ha, mana misol uchun esingizda bo'lsa, o'tgan safar biz Valoviy sertsi nav haqida gaplashuvdik. Ya'ni chaman bo'lib giloslar gullaydi-da, gulini to'kib yuboradi yoki meva yo'q. Kam ushiydi deb gaplashdik. Keyin shu narsa boshqa davlatlarda ham kuzatilganda, ya'ni Kanadada xuddi bizani avvalgi Shredderga o'xshagan, hozirgi Mahmud Mirzayev nomidagi o'sha tadqiqot institutiga o'xshagan Summerland stansiyasi bor. Shu yerda Lapins, endi familiyasi Lapins bo'lgan olim o'zini o'zi changlatadigan navlarni topishni boshlagan. Birinchi bo'lib Stella navini topishgan. Bu endi anu GMO deb tushunmasin odamlar, nurlantirish orqali lazer nurini qaratib, xullas Stella navini mutatsiyaga uchratib Stella navini topgan, ya'ni avvalgi gilos navlarini. Va shu orqali o'zini eksangiz ham, boshqa changlatuvchi nav ekmasangiz ham meva beradigan giloslar paydo bo'lgan shuni orqasida. Endi uni ketidan ketdi. Shu bilan Sweetheart, Skina, hozirgi Sweetlar oilasi deyshadi, Italiyada topilgan Sweetariana misol uchun, bundan tashqari oson changlanadigan navlar, ya'ni shularni orqasidan chatishtiruvi orqasidan kelib chiqqan juda ham ko'plab, men o'ylayman bir 500-600 ta nav bo'lsa kerak dunyo bo'ylab. Aynan mana shu o'zini o'zi changlatadigan nav topilishi orqasidan keng imkoniyatlar ochilib ketib qolgan, aynan giloschilik sohasida. Va o'sha o'zgarmas qonuniyatlar deganimiz, ya'ni shu vaqtgacha gilos o'zini o'zi changlatmaydi, changlatuvchi ekkin deb kelgan bo'lsa odamlar, endi 1970-80-yili buyoqqa o'tgandan keyin o'zini o'zi changlatadigan palon navi eksang bo'ladi degan gaplar paydo bo'ldi. Endi yana ikkinchi masala bor. Olmani eslasangiz, yana shu misolni keltiraman. 1 gektarga 5000 dona daraxt ekish mumkin deb aytdim, lekin agar yana o'sha 1950-yillarni buyog'iga o'tadigan bo'lsangiz, bu tushunchalarni eshitgan odam hayron qolardi. Aslida o'sha pakana payvanteli olma ko'chatlarini o'sha 1920-yillarda Angliyada topishgan, ya'ni payvante o'sha M9 deyiladi. East Malling stansiyasi bor u yerda ham, o'sha stansiyada topilgan. Undan keyin yarim pakana payvantelar bor, MM106, MM111. Endi O'zbekistonda ekiladiganlariga misol M27 misol uchun. Ya'ni yangi payvantelar, yangi navlar topilgan sari bog'dorchilikdagi ba'zi tushunchalar o'zgarib boradi. Men yana bir marta sizga yana bir misol keltiraman. Shaftoli, endi bu sizlarga ham yengillik bo'lishi mumkin. Shaftoli har yili bu yil o'sib chiqqan novdasida meva beradi. Misol uchun mana 25-yil novda o'sadi. Agar uni uzunligi standarti bor, 60-70 sm maksimum uzunlikda, eng kamida 30 sm bo'lsa, sizga sifatli mevani yon qismida beradi. Har yil mana bu yil o'sdi, keyingi yil beradi. Keyingi yil o'sdi, undan keyingi yil beradi. Endi yangi navlar topilgan sari nima bo'lyapti? Shaftoli 2 yoshli novdani yonida ham meva berishi mumkin ekan degan gap paydo bo'lyapti. Ba'zi navlarda. Lekin O'zbekistonda shu vaqtgacha yetishtirilgan va hozir ham yetishtirilayotgan 95% navlar faqat 1 yoshli novdada beradi. U novda kelasi yil o'zi bermaydi. Undan chiqqan, uni yangilash kerak endi. Yo undan chiqqan, yo yangilash kerak. Undan chiqqan degan iborani men davom ettirishni xohlamasligim, ya'ni undan chiqadigan bo'lsa, meva maydalashib, tanasidan qochib, sifatsizlashib ketaveradi. Shunda biz uni kesishimiz kerak. Har yili yengilab turish kerak. 1 yoshli novdasini, tanasini emas. Ya'ni mana endi ruxsat bersangiz, shakl berish bo'yicha bir oz aytib o'taman. Shaftolida men ko'p tanqid qilganman. Farg'onada o'sha kallaylab kesish usuli bor. Shaftolini bir qarich qo'yib kesishadi. Mani ko'plari ham yomon ko'rishadi, ba'zi endi kesuvchilar. Ya'ni o'qchida mana biz o'qchi degan bilasiz, Farg'onaning O'zbekiston tumanida bir endi men bilmadim qanaqa u mahallami u toifalashim imkonsiz. Xullas o'qchida shaftollarni har yili kallaylab kesishadi. Agar bundoq o'tadigan bo'lsangiz yo'l bo'ylab, shaftollarning mevasi bundoq ustki qismiga ko'chib qolgan. Yuqori qismi va daraxtning tashqi qismi. Tanasi bo'lsa yalang'och. Endi boya aytganimdek, bog'dorchilikni har yili rivojlanyapti-da, yangi usullar topilyapti. Misol uchun yarim pakana yoki sekinroq o'sadigan shaftoli payvantelarida bir yetakchilik usul qilsa bo'ladi. Men prezentatsiyalarimda bo'lishi ham mumkin.
balki sal o'tkazadigan bo'lsak chiqib qolar pastlarda. Mana shu misol uchun olmada mana agar ko'radigan bo'lsak ikkinchi rasmda daraxtlarda markazida bir dona qalin shox turibdi. Mana shu yetakchi deyiladi. Endi ruscha so'z ishlatiladi yo inglizcha lider degan. Bog'bonlar orasida tarjima qilsa yetakchi. Xullas, shaftolida ham shunaqa usullarni qo'llash imkoniyatlari paydo bo'lyapti-da. Uydigida hammi? Yo'q, hozircha mana bu hozir qanaqa aytsa tushuntirsam bo'ladi. Yarim pakana payvandi O'zbekistonda deyarli qo'llanilmaydi shaftolida. Xonadonlarda bu narsa yana ham to'g'ri bo'ladi, chunki xonadondagi ko'chatlarning katta qismi hali to'laligicha professional bo'lmagan ko'chatchilik xo'jaliklaridan olinadi va men aytayotgan bilimli mutlaqo boshqa sayyoralarni gaplarida tuyuladi u ko'chatchilarga. Shuning uchun tez o'sar bo'ladi, uydagilarni qilish qiyin bunaqa bir lider qilib, bir yetakchilik qilib. Endi ya'ni manada nazariy jihatdan agar yarim pakana payvandli shaftoli ko'chati ekiladigan bo'lsa, bir yetakchilik qilib o'stirish mumkin. Endi xuddi shunaqa payvandli ko'chatni olib kelyapsiz, Farg'onada qaysidir yerida bog' tashkil qilyapsiz, haligi eski avvalgi usulda kesib yurgan odam kelyapti-da, shaftoli bunaqa kesmaydi, mana bunaqa usulda kesadi desa, u odam bilmayapti, uni payvandiga o'zgargan. Bu yangi nav. Yangi payvanda, ya'ni ildizni yangi navi deydi, tushunarli bo'lish uchun. Ildizni yangi navi. Mana ko'chatlar o'zingiz ham bilasiz, payvand qilinadi. Ildiz qismi boshqa narsa bo'lsa, tepasi boshqa bo'ladi. Nimani misol qilib aytishim mumkin? Misol uchun gilosni misol qilsam, olchaga ulashadi bilsangiz, gilosni suvga chidamli bo'ladi deyshadi. Endi bu ham oldingi bir zamonni bilimiga aylanib boryapti, borgan sari. Xullas, aytaylik, mana bir yetakchilik qilib daraxt o'stiryapmiz, shaftoli ekyapmiz-da. Bizaga o'sha bu bilimlardan bexabar qolgan odam kelyapti-da, shaftolini bunaqa kesmaydi. Buni kallaylash kerak, xarayli bir qarich qo'yib kesishing kerak edi. Yoki nimaga sen buni 4 metr ekib olding? Namuncha yaqin bu deyishi mumkin-da. Ya'ni eski bilimlar asosida. Ha, lekin u bilmayaptiki, uni ildizi o'zgardi. Ildizi o'zgargandan keyin u daraxt ani 15 yil oldingi ekilgan daraxtdagi tez o'smaydi. U sekin o'sadigan daraxtga aylanib qoldi endi. U kuchayib o'sib ketib qolmaydi. Men uni bir dona yetakchisi bilan ham endi ushlab turaveraman bemalol. Bo'yin 4 metrdan o'stirib olmasdan, 5 metrdan misol uchun. Ya'ni bu ya'ni men nimaga bu gapni aytdim? Shu Farg'onada o'zi ko'pchilik bilasiz, har ikkinchi odam desam adashmasam kerak, yo bog'i bo'ladi, yo tomorqasi bo'ladi. Endi hudud juda ham bunga mos. Shunaqa, ya'ni bog'dorchiligiga eskitdan moslashgan hudud. Juda ham katta qismi, ya'ni Farg'ona aholisini bizni kuzatadi, bizani berayotgan bilimlarimizni yaxshi qabul qiladi, lekin shu bilan qatorda biza misol uchun men nimadir aytadigan bo'lsam, men o'zimdan to'qib chiqarib aytmayman G'ayratxo'ja aka. Bizani ustozlarimiz bor, har bitta meva turi bo'yicha, misol olmada alohida, shaftolida, gilosda alohida ishlaydigan ustozlarim bor. Ular dunyo ilmini doimiy o'zlashtirib boradi, doimiy bilimini yangilab boradi. Men ham ulardan o'sha O'zbekiston kelganda o'zim borganimda bilimlarni olib qolaman. Yoki o'sha internet orqali muloqot qilib turamiz. Ba'zi bog'larda birga ishlaymiz. Mana misol uchun Balzanoda bizani bir yaqindan ustoz bo'lishni boshladilar. Kurt Wert degan odam bor. Bu odam asli Italiyadami? Balzano Italiyada, lekin ya'ni Janubiy Tirolda aholisi aslida avstriyaliklar, ya'ni nemislar bo'lsa kerak. Bu o'sha adashmasam birinchi jahon urushigacha Avstriyani hududi bo'lib, keyinchalik Italiya qo'shib olgan tarkibiga. Xullas, shu odam mana taklif qildi, xudo xolasa bir haftalarda O'zbekiston keladi, yana ko'proq bilimini olamiz shu odamimiz. Ya'ni o'sha biza Farg'onaga borib o'rgatsak yoki bir Qashqadaryogami yoki Samarqandga ham borib nimadir bilim beradigan bo'lsak, odamlar to'g'ri tushunsinki, biz buni o'zimiz tush ko'rib yoki o'ylab topayotgan joyimiz emas. Endi Ali Mansurbek, konservativizm degan tushuncha bor-ku, Ali qadimgi an'analarni qattiq ushlash. Keyin to'g'risini aytaman, masalan, men uchun ham chet eldan buni o'rganyapmiz-da, men aytaman, axir deyman, biz ming yillardan beri bog'dorchilik bilan shug'ullanamiz-ku. Masalan, yoshligimizdan eslaymiz, rahmatli dodalarimiz xomtok, daraxt kesish, qishga tayyorlash, doimiy bo'lgan. Qanaqadir biz uchun bu alohida bir, to'g'risini aytaman, endi ilm emasdi-da biz uchun bu, oddiy ish edi bu.
Ha, xom tok qilib. Keyin mana hozir sekin tushunyapmizki, xom tok deganda yoki mana shaftolini aytdingiz. Menda shuning uchun ham dedim, shaftoli tez qarir ekan dedim bizda. Ya'ni bizda eng tez tomon bo'ladigan daraxt bizda shaftoli hisoblanardi. Bilmadim o'zi shundaymi yo'qmi? Endi boyagi siz aytganingizdek 20 yil yashashi mumkin. To'g'ri kesib tursangiz 20 yil bemalol ushlaysiz. Yo'q, endi biz unaqa kesmaganmiz. Biz endi bu narsa, mana bizga endi bu yangilik bo'lyapti va boyi Bektosh akani aytganlari ham, ya'ni bu haqiqiy ilm derdilar-da Bektosh aka. Endi hozir tushunyapman. Demak, bu sohada ham mutaxassislik qilib gapirish mumkin ekanda. Masalan, siz mana bu narsani to'g'ri desangiz, buni avvalgi ilmlari bilan qolgan odam yo'q, bu noto'g'ri ham deyish mumkin. Yo'q, men qo'shimcha qilaman. Aslida mana hozir ikkiga ajratyapmiz-ku. Eski zamonni bilimi bilan zamonaviy bilimlar deb ajratyapmiz. Aslida zamonaviy bilimlarning ichida ham qarashlar farq qilib ketadi. Ha, shu. Misol uchun olma tarbiyalash Fransiyada umuman boshqacha yondashishadi, Gollandiya va Italiyaga borsangiz umuman boshqacha yondashuv. Zamonaviy bilim boshqacha yondashuv. Ha. Mana hozir siz aytayotgan Balzanani topib qo'ydik, ya'ni xaritadan ham bir ko'rsatib qo'yamiz muxlislarga. Hurmatli muxlislar, demak Shimoliy Italiya, demak bir vaqtlar Avstriyaning yeri bo'lgan bo'lishi katta ehtimol ekan, chunki ko'rinib turibdi, Avstriyaga ko'proq emas. Mana shu hudud. Bu hududda ustozingiz hozir shu hududdan, u yerda qanday bog' bor? 20 ming gektar bir joyda olma bog' bor. Hammasi demak pakana payvandida, zamonaviy stalbasim deydi, endi ustunlarda usti to'r bilan yopilgan, sovuq kelib qolganda suv bilan muzlatish tizimiga ega, zamonaviy navla ekilgan bog'lar hammasi. Ajoyib. Yevropani olma bilan ta'minlaydi mana shu kichkina hudud. Katta qismini beradi. Balzana. Ha. Ajoyib. Hop, demak, boyagi masalani oxiriga yetkazib qo'yamiz. Shu bilan keyin yana savollarimiz bugun juda ham ko'p. Menimcha vaqtni biroz cho'zishga to'g'ri keladi. Qarang, boy qishga tayyorlashdi. Demak, nafaqat qishga tayyorlash, o'zi mevasini olgandan tayyorlash boshlanar ekan. Endi mana sovuq kunlar kelyapti. Daraxtlarga nimadir qilish kerakmi? Endi bitta narsa bor. Anomal sovuq bo'ladigan bo'lsa, bu yerda chorasizmiz. Lekin yengil sovuqlar yoki har yilgi bo'ladigan sovuqlar bo'ladigan bo'lsa, daraxtlarni tinim davriga yaqin haddan tashqari ko'p sug'ormaslik kerak bo'ladi. Yoki ob-havo, havoni namligi, tuproqni namligi, o'sha o'simlik yoki navi erta uyquga ketadimi, kech uyquga ketadimi, ya'ni barglaridagi o'zgarish, ba'zi navlar, misol uchun hozir ham agar ko'chalarda ko'rsatuvdan keyin chiqib e'tibor bersangiz, ba'zi daraxtlarning bariga sarg'ayib bo'lgan bo'ladi, ba'zilari yam-yashil bo'lib turibdi. Ya'ni o'sha nav, meva turi va naviga qarab turib ham tinim davriga kirishi ertaroq yoki kechroq bo'ladi. Hammasini hisobini olib turib, suvni yo ertaroq kamaytiradi, to'xtatadi to'liq, yoki suvni hozirgacha ham berib turadigan vaziyatlar bo'lishi mumkin, chunki mana ko'ryapsiz, bugun ham 32 daraja bo'lib turibdi-da harorat. Ya'ni noodatiy tarzda oktyabr, Humoyun aka hozir ko'rsatuv davomida aytsalar kerak, oktyabr noodatiy tarzda issiq va quruq keldi deb o'ylayman. Yana balki aniqroq ma'lumotlar bordir. Albatta. Humoyun, endi mana sizga yuzlanamiz. Menda savol bor va buning ichida hozir Mansurbek aytgan masalaga ham albatta to'xtalib o'tsangiz, bizning nazarimizda oktyabr deyaptilar-ku, men o'zi yomg'ir qachon oxirgi marta bo'lganini eslay olmasa kerak. Toshkent atrofidagilar. Endi bir orada tomchilab o'tdi, uni yomg'ir deya olmaymiz. Yomg'ir bu faqat aytadi-yu, avtomobilni kir qilgani qoldi. Ha, xuddi shunday. Oxirgi 5 oy davomida hozircha O'zbekistonda yomg'ir desa bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmadi. Ha, 5 oy. O'zi shunaqa bizda tabiiymi bu? Tabiiy. Va bu yana rivojlanib bormoqda. Chunki birinchidan iqlimimiz quruq, materikning o'rtasida joylashgan. Tabiiylik jihati nima deydi? Rivojlanib boryapti-da, bu nima desam, 7-8 yilda bitta-ikkita takrorlanardi oldin, 15 yil oldin, 20 yil oldin, 7-8 yil yoki 11 yilda bir-ikkita takrorlanadigan yillar edi. Hozirgi kunda esa ularning soni oshib boryapti. Bu endi normal emas. Normal emas. Ya'ni mana shunday yillar oldin ham kuzatilgan, biroq endi sonini oshib borishi notabiiy. Bu holat tabiiy holat, lekin ketma-ket kelishlari notabiiy bo'lib boryapti. Orada bir-bir bo'lib qolgan. Orada bir-bir bo'lgan. Endi bu nima deydi? Tinch okeanda El Niño, La Niño degan kuchli ta'sir qiladigan oqimlar bor. Endi u juda katta mavzu. Ana o'shalarga ham to'g'ridan-to'g'ri bog'liq jihatlari mavjud. Ya'ni ularning ta'sir tufayli namchil bo'lgan havo massalari shimolroqdan o'tib ketishi mumkin yoki
shimolda shakllanadigan sovuq oqimlar kechikishi mumkin bizga kirib kelishga. Mana shular ham ta'sir qiladi. Endi to'g'ridan to'g'ri bu birinchi navbatga qishloq xo'jaligi ham o'zini ta'sirini o'tkazadi. Bevosita, bilvosita emas. Ya'ni lekin endi buni oldini olish uchun misol uchun intensiv bog'larda qo'shimcha choralar ko'rish imkoniyati bor. Misol uchun oldingi bog'larda imkoniyat yo'q bo'lishi mumkin. Hozir misol uchun hozir ham suv berish kerak bo'lgan vaziyatlar bo'ladi deb aytib o'tdilar mana Mansur aka. O'sha vaqtda hovuzdan yoki artizan quduqlardan suv berib tursa bo'ladi. Misol uchun yomg'irdan kerak bo'lgan namlik yetishmayotgan vaqtda. Lekin uni ham miqdori baribir oshadi. Chunki havoda ham namlik juda ham quruq bo'lib qoldi. Hozir masalan shu kecha kunduzda Toshkent shahrida 15 yoki 19% namlik bor havoda. Qancha bo'lish kerak? Endi nisbatan balandroq bo'lishi kerak. Ya'ni harorat pastroq bo'lsa, namlik sal ko'tariladi tabiiy holatda. Chunki issiq havo o'ziga ko'proq namlik sig'dira oladi, sovuq havoni esa o'ziga nam sig'dirishi kamroq. Qarabsizki, namlik yetishmasligi degan tushuncha bor, zasuxa deydi uni ruschada. Buni bog'larga ham yoki qishloq xo'jaligi ekinlariga ham katta ta'siri bor. Rahmat. Mana endi bizga keyingi savolimiz Mansurbekka savolimiz bor. Ya'ni bog'lar o'zi bog' tashkil etish masalasida savol bermoqchimiz, lekin shundan oldin buni tagi deydi-ku. Bizni iqlim sharoitlarimiz bog' tashkil etishga qanday o'z himoya? Bizni iqlim sharoitlarimiz bog' tashkil etish uchun qulay, faqat o'sha o'tgan safarga aytilganidek danakli yoki urug'li mevalar uchun biz misol uchun tropik iqlim mintaqasida joylashmaganmiz. U uchun Termizda havosi boshqacharoq deyshadi. Mumkin deyshadi bir narsalarni. Termizda nima deydi? Tabiiy holatda emasda, masalan, parnik issiqxona holatida o'sha sitrus mevalarni yetish imkoniyati boshqa joyga nisbatan qulayroq. Sababi geografik o'rni u shimol tomondan tog'lar bilan o'ralgan, janubiy qismi nisbatan ochiqroq va biz ya'ni bizning qishimiz asosan shimoldan kirib keladigan sovuq oqimlar tufayli ro'y beradi va u tog'lar bilan pana qilingan hudud. E'tibor bersangiz, Surxondaryoga shimoliy qismi Hisor tizmasi, g'arbiy qismlari Boysun, Ko'xtang tizmalari bilan o'ralgan. Ya'ni o'sha yerda imkoniyat kuchliroq. Misol uchun anjir, anor, xurmo kabi asli vatani O'zbekiston bo'lmagan, boshqa joydan kirib kelgan o'simliklarni ham u yerda yetishtirish osonroq bo'ladi. Mana endi iqlim mintaqalari bo'yicha boyagi savol. Bizda bog'dorchilik uchun iqlim mintaqalari keladigan bo'lsak, O'zbekistonda misol uchun hududlar 4 xil iqlim mintaqa bo'lardi, ya'ni geografik nuqtai nazardan. Bog'ni ham asosan nima deydi? Yerni ekspozitsiyasiga qarab ekinlarni ham ekkan ma'qul. Aynan bog'ni. Ekspozitsiya joylashuv o'rni degani. Bizda asosiy oqim masalan g'arbdan kirib keladigan bo'lsa va bundan tashqari quyoshni ham tushishi tuproqni tarkibiga yoki gumusni tarkibiga katta ta'sir o'tkazadi. Masalan, tog'ni shimoliy yonbag'irlarda quyosh u qadar tik tushmaydi va u yerda nisbatan namlik yaxshiroq saqlanadi. Tuproqdagi gumus miqdorlari ham yoki nima deydi, kislorod bilan boyishuvchi chuvalchanglar ham rol o'ynaydi. O'shanaqa bioxilligi yaxshiroq bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushib turadigan janubiy yonbag'irlarda esa bunday holat kuzatilmaydi. Havosi nisbatan quruqroq, issiqroq, daraxtlar o'ssa ham nisbatan bo'yi pastroq ham bo'lishi mumkin. Endi bu baland tog'lar uchun emas, kichik qir adirliklarda ham bu narsa kuzatiladi. Masalan, Samarqanddagi Kattaqo'rg'on, Ishtixon kabi yoki Qo'shrabot kabi tumanlarda bu rol o'ynaydi, ta'siri bor. Mana shu ekspozitsiyani inobatga olib ham bog'lardagi holat farq etishi mumkin bir-biridan. Rahmat. Mansurbek, men yaqinda o'quv markazi xususiy maktablar bo'yicha suhbatda men savol berdim xususiy maktab asoschilaridan biriga. O'zi kimlar xususiy maktab tashkil qilishi mumkin yoki qilgani yaxshi desam, javoblari bor-da ular, ya'ni avvaldan ta'limda bo'lib, kamida bir o'quv markazi yuritgan va bunga shu mehri bo'lgan, bu narsani xohlagan va hokazo bir qancha shartlar bor. Mana shunday odamlar maktab ochsa yaxshi. Lekin toza biznesni odammi, keyin endi pulim ortiqcha bor edi, yana mana shuncha milliard, shunga bir maktab ochib qo'y desa, ertasiga foyda keladi deb o'ylamasin degan bir narsani aytdilar. Ya'ni bu ko'chadan kirib kelib bir maktab ochib qo'yaman desa, bu biznes emas dedilar. Mana endi shu savolni proyeksiya deydi, sizlarga o'tkazamiz. Bog' yaratish yoki bog' biznesi bilan shug'ullanish kimlar uchun va u haqiqatda biznesmi? Endi G'ayratxo'ja aka, bu bog'
qilishdan oldin odam o'ziga o'zi berishi kerak bo'lgan eng birinchi va to'g'ri savol. Afsuski O'zbekistonda shu vaqtgacha qilingan endi ko'p demayman, lekin baribir yetarli darajadagi bog'larda shu savollar berilmagan. Ya'ni bu soha mani sohammi. Ya'ni ertaga shu ishni qilib men faqat pul topish uchun qilsa, professional bo'la olmaydi-da. Ya'ni o'sha bilsangiz yaponlarda tushuncha bor-ku, ikigai degan, ya'ni butun umr hatto bepulga qilishga tayyor bo'lgan ish yoki mashg'ulot. Ya'ni shunaqa ishi bo'lsa agar bog' o'sha odamni albatta professional darajaga yetadi. Ya'ni u o'zi misol uchun mana bog' tashkil qilishdan boshlab to mevani yetishtirib sotgungacha bo'lgan jarayonni har yili mukammallashtirmagunicha, o'smagunicha, har yili nimadir yengillik qilmagunicha u o'zini joyini topa olmaydi. Doimiy izlanadi. Endi bizada nima bo'lgan? Bog' sohasida eng katta yana bir chalkash holat bu sohani pastu balandini o'rganmasdan turib pul tikiladi yoki mana endi bu yerda yana ajratish kerak, investor sifatida kirish mumkin bog'ga yoki tadbirkor sifatida kirsa, u o'zi ham shu jarayonning ichiga kirish kerak bo'ladi. Investor bo'lsa, mutaxassislarni yollab turib, shu sohani biladigan, o'zi to'g'ridan to'g'ri sohani tushunishga majbur emas. Ya'ni bu yerda u albatta bog' qilayotgan odam o'zini o'rnini aniqlashtirib olishi kerak. Bunday qarasa investorning ishi boshqacharoq. Ya'ni pul tikadi. Sodda qilib aytganda pul tikadi. Pul tikadi, lekin shunda ham investor bilishi kerak bo'lgan asosiy ko'rsatkichlar bor-da. Men misol qilib aytaman, O'zbekistonda shunaqa bog'lar bor. Eng kamida 1-2 million dollardan men o'ylayman bir 5-6 million dollargacha pul tikilgan bog'lar bor. Mana endi qarang-da. Katta raqamlar. Katta bog'lar. Maydon juda katta. Endi mana shu yerda qarang. Agar mayli investor bo'lsa, u pul tikkan odam bo'lsa, bilishga majbur emas deb aytyapsan-ku desangiz, o'sha bog'lar hozir eng kamida yarmi bankrotlik, kasodga uchragan. Sababi ular mutaxassis deb o'ylagan odamlari aslida mutaxassis bo'lmagan. Ya'ni investor ham bog' bo'yicha ozmoz tushunchasi bo'lsa zarar qilmaydi. Ya'ni sohani ozgina bo'lsa ham ichiga kirib, qayerda xato ketishi mumkin yoki nima jihatlarga e'tibor berish kerak yoki nimalarga tayyor turish kerak degan savollarga javob olmasa, u anu tikkan puli ham oxir oqibat yo'qotiladi. Men misol qilib aytaman, hozir umumiy gaplar bo'lib qolmasligi uchun aytaylik 100 gektar maydonga bu sonlar hech kimga misol keltirmayapman, shunchaki namuna sifatida oldim men. 100 gektar maydonga investorga taklif berishyapti. Keling deyapti, ziroat navini sizga ekib beramiz. Ziroat Turkiyada eng zo'r yetishtiriladigan, eng ko'p yetishtiriladigan va eng zo'r sotiladigan giloslardan bittasi. Yoki aytyaptiki, o'sha oldin ham aytganimizda Italiyaga boryapti yoki Gollandiyaga boryapti. Qaysidan eki desa, yoki Polshaga, salqinroq mamlakatlarga Korja bilan Regina ekin deyapti. Deb u yoqdagilar aytadi. Misol. Endi men aytdimmi, bu yerda kimdirlar bilimsiz bo'ladi. Men yana bir narsani aytishim kerak. Hech kim xohlab, ataylab aldamaydi. Buni aytishim kerak. Men ko'rmaganman. Hech kim bir shundoq tashiyman deb. Mana shuni bir nechidir million dollar pulini oliydi, botqoqga botirib yuboriydi, bog' qilib bergan odam men ko'rmaganman. Agar niyati to'g'ri qiladigan bo'lsa-da, endi bilmagani uchun xato qilib qo'ygan mutaxassisdan ko'p ko'rganmiz. Qanaqa xato qiladi? Boya aytgan navlar, men Turkiyada ziroat eng zo'rlaridan, Korja-Regina Yevropaning salqin mamlakatlarida eng zo'rlaridan, ko'p meva sovormaydi, kam ham solmaydi, yirik bo'ladi, qattim bo'ladi, qora bo'ladi, banduzun bo'ladi, uzoq saqlanadi. Xullas ustunliklari ko'p. Endi haligi investor puli bordi, qo'lida Yevropaga bordi, bog'larni ko'rdi-da, bular eng ustalar ekan bog' bo'yicha. O'zbekistonda men bunaqa odamni ko'rmadim deydi-da. Unga aytadi, "O'rtoq, menga bog' qilib ber." Bo'pti deydi. 100 gektar men aytgan navlarni ekib beradi va bankrot bo'ladi. Qatga ekib beradi, misol uchun Qibraga ekib berdi, Toshkentda. Yoki ovatda Farg'onaga ekib beryapti, issiqroq bo'lgan joylariga. Bu navlar salqin joylarda yaxshi meva beradi. Buni Yevropadagi, O'zbekistonga kelmagan mutaxassislar bilmaydi. Men yana bir narsani aytaman. Bu farg'onalik hamkasblarimizga bu bir chaqiriq yuzlanuvni sezam bo'ladi. Nimaga? Men ko'p uchrataman-da bunaqa hodisalarni. Toshkentga kelib turib, o'rikni erta gullaydigan, erta pishadigan navlarini ekib berishadi Farg'onadan.
yoki shaftolini erta gullab qo'yishi mumkin bo'lgan navlarini, bodomlarni taklif berishadi. Toshkent bu Farg'ona emas, buni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni O'zbekistonning ichida mana bu yana agar Humoyun akani to'ldiradigan bo'lsam, aynan bog'dorchilik sohasining ichida yurgan odam sifatida O'zbekiston ham mintaqalarga bo'linadi. Aynan qaysi meva turi qattiq yaxshi bo'ladi? Sodda qilib aytganda, qaysi meva turi qattiq yaxshi bo'ladi desangiz, o'shaning javoblari bor. Hozir bunga ham to'xtalamiz. Ya'ni mana Farg'onadan kelib turib, o'sha ko'chatchi bo'ladi, mutaxassis bo'ladimi? Toshkentning iqlimini bilmasa, to'g'ri bog' qilib bera olmaydi. Bu Toshkent, hatto Toshkentning ichida ham farqlari bor-da. Ya'ni Toshkentning ichida ham sovuq urishi mumkin bo'lgan joylar bor, sovuq urish xavfi kamroq bo'lgan joylar bor. Bunga misol qilib men tog'li hududlarni aytishim mumkin. Misol uchun Kumushkon yoki Bo'stonliq tog'li qismlari. Nimaga aytsangiz, tog'li hududlarda mana bu yoq siz fikr bildirib sharhlab bersangiz yaxshi bo'lardi. Tog'li hududlarda havo mo'tadilroq bo'ladi. Ya'ni qishda bo'ladi, bahorda bo'ladi. Hammasi o'z vaqtida. O'z vaqtida bo'ladi. Ya Toshkentda misol uchun Qibrayni oladigan bo'lsangiz yoki Toshkent tumanini oladigan bo'lsangiz yoki Chinoz, Piskent, Olmaliq, ani ochiq tekislikda joylashgan tumanlarni oladigan bo'lsangiz, bahorda birdaniga havo sovib ketib, mevali daraxtlarni, ayniqsa erta gullaydiganlarni sovurib ketishi ko'p ko'rganmiz bu narsani. Biz doim o'ringni kuzatib turamiz. Shu bitta qor yog'vormasa edi deb turamiz hozir. Xuddi shunaqa. Ko'pincha yog'ib qo'yadi. Xuddi shunaqa, lekin Farg'onadan bo'lgan yurtdoshlarimiz siz bilan meni tushunisha olmaydi-da, agar Toshkentdagi bir tajriba olmagan bo'lsa. Bu to'g'ri ma'noda, bu hech kimni tanqid qilib yo yerga urish uchun aytayotganim yo'q, to'g'ri tushunishsin, hisobga olinsin deb aytyapman. Albatta. Men kimnidir bu ishdan chiqib ketish tarafdori emasman. Rivojlansin. Aynan mana shu qismini endi Humoyun bizga biroz sharhlab bersangiz, ya'ni iqlim mintaqalari bo'yicha yana masala ko'tarilyapti. Xo'p, mana hozir Mansur aka aytib o'tgan hududlar Toshkentda tekislik va nisbatan nisbiy balandligi past bo'lgan joylar, qishda havo sovuq havo pastga cho'kadigan davrlar bo'lib qoladi. Ana o'sha paytda izg'irin sovuqlar ko'proq tekislik hududlarga kuchli kuzatiladi va o'sha yerda havodagi namlik ham ancha past bo'ladi. Parkent tumaniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yer 800 metr atrofda, Parkent shahrining o'zi. Yana yuqoridagi qishloqlar undan ham nisbatan balandroq. U yerda namlik ham yuqoriroq bo'ladi nisbatan. Vlajnost deydi ruschada. Havodagi namlik ham yuqori bo'ladi-da, izg'irinlar u yergacha yetib kelmaydi. Qishda shunday hodisa bo'lib qoladi, inersiya deydi, ya'ni iliq havo tepaga chiqib qolib, sovuq havo pastga cho'kib qoladi. Bir vaqt turib qoladi. Uzoqroq muddat ham turib qolishi mumkin. Misol uchun tog'ni ustidan turib kuzatsangiz, past ko'rpaday bulut qoplagan voqealar ko'rgansizlar. O'sha paytda bulutlarning ichiga tushsangiz, ichi izg'irin sovuq bo'ladi. Ozroq nima deydi, qiroq tushadigan darajaga buldur holat ham kuzatilgandek tuyuladi. Ya'ni aralashmay qoladi havo. Yuqori issiq bo'ladi, pasti sovuq bo'lib qoladi. Va o'sha tuman ham tarqamaydi. O'sha payt changli hodisalar ham o'sha yerga o'tirib qoladi, osilib qoladi o'sha quyi qatlamga. Izg'irin kirib kelganda ham xuddi shu holat tufayli Toshkentda Parkent nisbatan baland, tog'li hudud salqin bo'lishi kerak deb o'ylaydi, lekin u yerda mo'tadil bo'lib qoladi harorat. Bundaqsa paradoks. Ayni daqiqada mana qish oylarida ba'zi birlar Parkentga yoki tog'li hududlarga chiqib, Toshkent shahrini kuzataman deb yuqoridan qarasa, tumandek bo'lib qoplab bosib yotgan bo'ladi. O'sha paytda shamol nima deydi, havoni aralashtirmasdan bir muallaq ushlab qoladi va sovuq havo cho'kib qo'ygan vaqt bo'ladi. Ko'pchilik biladi, mana toqqa chiqib shahardan ko'ra bu yer iliqroq ekan, bemalol yuradi. Shahar ichiga kelinsa, quruq sovuq, izg'irin, qor yo'q, lekin sovuq bor. Mana shu narsa ham rol o'ynaydi. Ya'ni aksariyat odam qor desa birinchi navbatda sovuqni tushunadi, lekin qor bu yog'ingarchilik belgisi. Bu o'shani iliq holatda saqlaydi, o'sha -1 yoki 0 atrofida ushlab tura oladigan. U ham harorat ushlash qobiliyatiga ega. Agar qorsiz qish kelsin, juda izg'irin bo'ladi. Ya'ni qorni o'zi aslida sovuqlik degan ma'no emas, u yog'ingarchilik. U ko'rpadak boshqacha shakl. Qorni faqat sovuq deb tushunmaslik kerak, o'ta sovuq deb tushunmaslik kerak. Farg'ona vodiysiga keladigan bo'lsak, Farg'ona vodiysining iqlimi umuman boshqacha. Respublikaning hech qayeriga o'xshamaydi, chunki to'rtta tomoni tog' bilan o'ralgan. Vodiy, u yerda shakllanadigan suvlar asosan daryolardan quyilib keladi. U yerga katta yog'ingarchilik bo'lmaydi. Misol uchun, g'arbiy hududlarda shunaqa. Aynan Farg'ona vodiysida eng sharqiy hududlari Quva soylarini yoki Shoximardan tog'li hududlarni aytmasa, masalan, Toshkentdan ko'ra nisbatan kamroq ham yog'ingarchilik yog'adi. Va u yerda yomg'ir yog'ayotgan vaqti boshqa joyda yog'mayotgan ham bo'ladi. O'zi umuman butun O'zbekiston bir taraf bo'lib qoladi, vodiydagi yomg'irni boshqa taraf. Uni iqlimi umuman boshqacharoq.
to'g'ri kontinental, lekin uni sharoiti boshqa. Shu sababli o'sha Mansur aka aytganlaridek mutaxassis bo'lishi mumkin, vodiyni mutaxassisi bo'lishi mumkin yoki vohani mutaxassisi bo'lishi mumkin. Deylik Toshkentlik borib vodiyda Toshkentda holatini ko'rib bera olmaydi. Ha, u ham u yerga borgandan keyin iloji yo'q o'sha mahalliy klimatni o'rganib ish ko'rish kerak. Bo'lmasa uni o'rganib. ha, mana o'tgan safar Mansur aka aytdilar-ku, Baxmalda qip-qizil chiroyli bo'lib pishadi olma deyaptilar. Baxmal tumanini e'tibor berib qarasangiz, Turkiston tizmasini shimoliy yanvarda joylashgan. Oftob degani qismi Tojikiston hududi. Oddiy o'sha ekspozitsiya, o'sha iqlim mintaqasini o'sha joylashuvi ham katta rol o'ynaydi va u yer vodiy joy emas. Ali biz ko'chada bir joylarga borganda ko'rgan chiroyli ko'chatni ko'tarib keladigan emas ekanda. Yo'q, iloji yo'q. Siz Surxondaryoga borib, qaysi bir daraxtga mehri tushib qolman, buni uyimga ko'kartiraman desangiz, Surxondaryoda o'sganchalik o'smasligi mumkin. Vodiyda ham xuddi shunaqa holat bo'lishi mumkin. Barchasiga ilm bilan yondashish kerak. Rahmat Mansurbek, mana endi boya tadbirkor bilan sarmoyadorni ajratdik. Demak, investitsiya tikadigan odam ham aslida biroz xabardor bo'lish kerak. Chunki uni sherigi kimligini ajratib olish uchun hech bo'lmasa. Mutaxassisi kimligini ajratib olish uchun bilish kerak. Yana o'sha tavsiya bor. Aytaylik, bog' boshlashdan oldin pul tikadigan odam, endi katta bog'lar haqida gapiradigan bo'lsak, mutaxassislarni o'rganish kerak. Kim o'zi bu sohada nima ish qilib yuribdi? Bir. Mutaxassis tanlab olgandan keyin ko'chat olish kerak bo'ladi, bilasiz. Endi anu yer olindi deb hisoblasak, aslida unga ham alohida mavzu, uni ham gaplashsak bo'ladi. Ko'chat olayotganda ham bu sohada kim professional, kim havaskor, professionallarning ichida qaysi ko'chatchi nima ish qilgan shu vaqtgacha, nima ish qilib yuribdi, hammasini o'rganib, keyin ko'chat olish kerak. Ya'ni bu siz hozir investor to'g'risida gapiryapsiz. Ha, xuddi shunaqa. Endi meni o'zi aslida so'rasangiz, o'zi bog' sohasi, bog'dorchilik sohasi zo'r bo'lib ketishi uchun nima bo'lish kerak desangiz, kichkina bog'lar ko'p bo'lish kerak va o'sha bog'da biz boya aytgan o'z sohasini, o'zi tanlagan sohasini yaxshi ko'radigan odam o'zi har bitta ishni qo'li bilan qilish kerak. Endi nimaga bunaqa e'tibor deyapsan desangiz, pul tikkan odam xohlaysizmi yo'qmi, aytaylik 50 gektar yo 100 gektar bog'da o'zi ishlamaydi. Kimdir ishlatadi. Endi bu yoqda o'zingiz ham bilasiz, hamma ham maktabda a'lochi emas, hamma ishchilar ham ishni 5 bahoga qilib bermaydi. Kimdir chalaroq qiladi, qaysidir olinish kerak, shoxi olmay ketadi, nimadir ko'proq kesib yuboradi, mevani ko'proq to'kib qo'yadi, yo ko'proq qoldirib qo'yadi, mayda bo'lib qoladi mevangiz. Detal ko'pda, yoki suvni bermaydi. Siz falon kuni berdi deb o'ylagan kuningiz u aslida suv bermagan bo'lib chiqadi. Siz uni ichiga kirib bila olmaysiz. Endi qarang, tasavvur qiling, bog'ingiz yarim gektardan 3 gektargacha kattalikda bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingiz ishdan bo'sh vaqtingizda bemalol meva yetishtirib qo'yasiz. Va o'sha mevani zo'r yetishtiradigan Yevropa davlatlarida ham to'g'ri katta bog'lar bor. Men hammasi ham kichkina bog'larda yetishtiradi demayman. Men oddiy balzamni misol qilsak, 30 sotidan 3 gektargacha maydonda olma yetishtiradi har bir fermer. Katta emas. Bularni bunaqa muvaffaqiyatini siri nima desangiz, maydonini katta emasligi bu bittasi. Agar shu turishiga, mana balzano, suvimiz mo'l, tog'da joylashganmiz, olmamiz zo'r bo'veradi, bizani qizaraveradi, yirik bo'veradi, cho'ziladi, chiroyli bo'ladi sifati desa, katta maydon ekib olsa, uni bog'ida ham kamchilik chiqib keladi ertaga borsangiz. Ya'ni to'g'ri iqlim yordam beradi, lekin tashkiliy tomondan qarov jihatdan kamchiliklar ko'payib ketib qoladi. Vaholanki u mutaxassis edi, 4-5-avlod olma yetishtiruvchi edi, lekin kattalashtirib yubordi-yu, ishlarida ozgina pasayish kuzatilish boshlanadi. O'sha Baltanodagi 30 sotuvlik bog'i bor odam ham tirikchiligi normal o'tyapti deyman. Albatta. U aslida boshqa sohada ham ishlaydi va olma bog'ini ishlarini o'zi ham qilib qo'yaveradi. Aytaylik, faraz qiling, 1 gektar bog' bo'lsa, eng asosiy ish bu kesish, mevani siyraklashtirish, kamaytirish, ortiqcha sug'organ bo'lsa. Bu hali kichkinaligida. Endi buni qarangda, ya'ni O'zbekistonda hozir mevani bir kishi 1 gektarni kamaytiradimi, qanday kamaytiradi degan savol paydo bo'lsa, sohadan hali chuqur bilmaydigan odamda. U yoqda dori sepib tushirib oladi. Ya'ni dori deganimga odamlar ximikat deb tushunmasin, gormonlar bor yoki bir tabiiy o'g'itlar bor, kuydirib yuboradigan gullarini. Ya'ni mevani kamaytirishi osonlashtirilgan yo'llarini ishlatishadi. Undan keyin qo'lida ozgina olib chiqishi mumkin.
lekin 1 gektarni ham o'zi sekin oilasi bilan, bolalari bilan qilib qo'yadi. Keyin endi qarang, mana asosiy ish kesish, mevani to'kish bo'ldi. Sepadiganni u 1 gektarga sepish umuman ish emas, dori sepish juda ham qisqa vaqtda qiladi. Sug'orish, tomchilab sug'orish bitta tugmacha bilan ishini bitiradi yoki telefoniga ham ulab qo'yib sug'oraveradi bemalol. O'g'itlarini ham beraveradi osongina tomchilab sug'orish orqali. Endi keyingi ishi terim. Kesyapti, mevani kamaytiryapti va teryapti. Bo'ldi, 3 ta davr massiviy. Shu davrda bo'lishi mumkin. Endi sal kattaroq fermer bo'lsa, 5 ta, 10 ta odam ishlatishi mumkin. Qo'shimcha jalb. Ha, qo'shimcha, lekin o'zi ichida yuradi, kuzatib yuradi doim. Qani o'g'it dedingiz, ular ham kimyoviy o'g'itlar ishlatadimi? Endi bu yerda tushunishimiz kerakki, makro elementlar bor, azot, fosfor, kaliy. Shunaqa, demak, asosdagi turli xil o'g'itlarni ishlatishi mumkin. Pestitsidlar yo'q. Yo'q, pestitsid ishlatadigan bog'lari ham bor, lekin ular Yevropada ruxsat etilgan pestitsidlarni ishlatishadi. Chunki standart qattiq ularni. Ularda qattiq, ya'ni ichki bozorga ham, tashqi bozorga ham agar biror bir ortiqcha harakat qilib qo'ygan bo'lsa, u mevasini sota olmaydi. Ular buni yaxshi biladi. Qani men tarvuzda selitrasi ko'p ekan degan nima degani? Endi azotli o'g'it ko'proq berib yuborgan bo'ladi-da. Hali oqroq bo'lib qolsa, shirin. Ha, bizda bitta narsa bor. Men to'g'risi tarvuz tushunmayman, G'ayratxo'jaga. Faqat mevali daraxtlar bilan ishlaganim uchun, lekin nima endi o'zimiz sohaga bog'laydigan bo'lsak, aytaylik, tarvuz o'zi bittasi qancha bir 10 kilo bo'lishi kerak bo'lsa, o'rtacha. Kattasi emas, o'rtachasi. Bizada uni hajmiga qiziqadi-da, lekin ichidagi tarkibi esdan chiqib qoladi. Bu zamon ham keladi. Hozircha biz shu etapdamiz. Tarvuzni kattaligiga qiziqib yuribmiz hozir. Qo'pol qilib aytganman. Endi tarvuz haqiqatan ham tarvuz boshqa polizikllar sanaladi. O'zimiz bilgan tushunchalardan Yevropada kalibrlash degan tushuncha bor. Kalibr degani bir xil standart o'lchamda sotish har qanday mevani. O'ta katta bo'lib ketishini ham ular xohlamaydi, o'ta kichkina bo'lib ketishini ham xohlamaydi. O'sha tarvuz yoki qovunni bunday uskunasi bor, prebor suqib ko'rib, ichida nitratmi bir narsani o'lchab ko'rardi. Hozir xayolimda yo'q. O'sha me'yordan ortiqcha bo'lib qolsa, u sog'liqqa zarar. Umuman olganda O'zbekistonda Yevropaliklarga zarar, bizga uncha zarar. Endi biz biroz bo'lsa ham immunitet hosil qilgan bo'lishimiz mumkindir. Hozir endi. Hali aytadi, bizda kasiga ular oyog'imizga torardi deydik. Yo'q, har qanday o'sha polizikllar chiqadigan mavsum, tarvuz qovun ekadigan chiqadigan mavsumda har bitta odam dastlab yemay yuradi aksariyat, bilsangiz. O'ta qimmat bo'ladi, 1 oy 2 oycha yemaydi-da, shoshmay tur dedi, hali dorisiz chiqadigan. Dorisiz chiqadi deydi. O'shani yeymiz deydi. Hozirgisini yesak sog'liqqa zarar deydi. Bu narsani Yevropaga amalga oshirgani sepgani ham qo'ymaydi. Bu ishni qilsa sota olmay ham qoladi. Endi masalan hamkasbim shuni nazarda tutib aytmoqdalar. Endi shu darajaga chiqqan. Endi bizda ham xudo xolisa bu narsa bo'ladi albatta. Mana yaqinda bir innovatsiyada bu Yaponiyani bitta videosini ko'rib qoldim. Bir dona tarvuz $100 turadi deyapti. Uni sotsa $600. Qilinadigan ish to'rtburchak qolipga solingan. Tarvuz shakli to'rtburchak. O'sha ya'ni toshishga qulay demoqchi yoki kesganingizda dumalamaydi. Bu ham bir qiziqtirishda. Shunaqa narsalarga nima deydi, sal innovatsiya kiritish kerak deb o'ylayman. Urib selitran ko'proq sepib kattaroq tarvuz olaman degandan ko'ra, chunki bari sog'lig'imiz o'zimizniki, o'zimizga zarar qilib qo'yamiz. Mansurbek, siz bir narsani aytdingiz. Balzana. Balzanada 30 sotolik bog'i bor odam boshqa ish bilan ham shug'ullanishi mumkin dedingiz. Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zimman bog'ga qo'shimcha daromad manbai sifatida qarash yoki bog'ni ikkinchi darajali ish deb hisoblash deb tushunaymi hozir balzana deyni? Endi mana bunaqa narsa, G'ayratxo'ja aka, o'sha balzanoni agar aynan oladigan bo'lsak, u odamlar bu bilimlarni juda qattiq egallaydi. Katta qoidalar bor. Mana boya o'zgarmas dedik, o'zgarishi qiyinroq bo'lgan katta qonuniyatlar bor. Ular asos deydi-ku. Asosni o'rganib oladi. 80% ilm, oson o'zgarmaydigan ilmni o'rganadi. 20% yengilligini kitob o'qib yoki har xil ko'rgazmalar ko'p bo'ladi. Adashmasam 2 yilda bir bo'ladigan ko'rgazmasi bor. Keyin mana Gollandiyada ham ko'rgazmada qatnashdik. 20 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan otaxonlari ham yuribdi, qiziqadi, bir-biri bilan gaplashib qilgan yengilliklarini tushuntiryapti. Ya'ni
shunchaki ko'rgazmaga borib turib, ani 20% tez o'zgarib ketadigan bilimlarni o'zlashtirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni ular misol uchun aytaylik ofisda qayerdadir ishlar yoki bir boshqa kasbi bo'lsa ham ko'rgazmalarni o'tkazib yubormaydi. Ya'ni bilim olish mumkin bo'lgan imkoniyatni qo'ldan boy bermaydi. Lekin boy aytdim, u yerda borsangiz birinchi gapini mehmon borib qolganda chetda Amerikada ham, Yevropada ham ular yaxshi ko'radigan narsa, men falonchi avlod yetishtiruvchiman deyishdan boshlashadi. Men 5-avlod, men 4-avlod. Qadriyatlarga bog'liqligini ko'rsatadi-da. Albatta, ya'ni men bu sohada yangi emasman degan ma'noni beradi bu. Ya'ni biz shu ishni otamni otasini otasi qilib kelgan ish degan ma'noda bu. O'sha boya siz ham aytdingiz-ku, faqat ularda qanaqa, bular shunchaki to'xtab qolmaydi-da. Yengilliklarni qo'shib qo'llab ketaveradi. Bitta Nokbog'ga bordik, Gollandiyada 60 yosh aka. O'g'li, endi biz bilan yurgan odam, ya'ni o'g'li aytibdi, adamni adasi bo'tga ko'chib kelganda ekkan deyapti. Noklarni. O'sha noklar. O'sha noklarni va shuni sotib yaxshi pul qilishyapti hozir shular. Endi men bitta narsa aytaman, meva turlarining ichida tez yengillanib ketadigan ya'ni tez yengillanib ketadigan meva turlari bor, navlari va sekin yengillanadigan meva turlari, navlari bor. Bu nima degani? Aytaylik, nokda yoki olmada yangi navlarni bog'larda olib chiqib ekish sekinroq ketadi. Shaftolida, o'rikda tezroq ketadi. Chunki shaftoli yoki o'rik 2-3-yildan meva beradi va seleksioner olimlar tezroq yangi navlarni saralab, to'g'ri kelmagan chiqarib olib, yana ham yengilab, yaxshilab ketish imkoniyati bor. Shaftolida misol uchun. Vaholanki shunaqa nok navlari bor, u 18-asrdan beri yetishtiriladigan, 19-asrdan beri yetishtiriladigan noklar bor-da. Misol uchun Abbot Fetel degani bor. Mana juda ham bir eski noklardan. O'shani Fransiya, Italiyalar qirollik bo'lgan vaqtdan beri yetishtirib kelayotgan navlar bor-da. Endi biz Yevropada ko'pincha meva-chevani tushunmaymiz-da, Mansurdbek, ya'ni biz bu tomonni ko'rmaganmiz, xolos. Bu tomonni ko'rmaymiz. Mana hozir siz aytgandek balzanoni ichiga yana ham yaqinroq kiryapman-da. Qarang. Bu Bash ko'rib turganingiz olma hammasi. Shu, ha? Yo'q, lekin katta daraxtlarni ko'rmayapman-da. Pakanada M9. Mana. Shuni mana qarang. Olma shu. Ajoyib. Yana teparoqdan ola olsangiz bitta vodiysi bor bularni. O'sha hammasi shu atrof. Bu o'zi shundoq ham olma, ya'ni bu yerda shubha yo'q. Mana shu maydon hammasi olma. Mana shu maydon, ha? Qarang, mana bu Balzano shahri ekan. Mana bu uni menimcha o'sha dalasi bo'lsa kerak. Ajoyib, qarang. Mana haqiqatdan mana shu tog' yonbag'ri to'liq mana shunday olma bog'lari. Olma bog'lari. Ozgina uzum ham ko'zingizga tashlanishi mumkin. Ozgina. Endi Italiya bo'lgancha ozgina uzum. Aytadi-ku, ozgina uzum ekib qo'yish kerak deydi. Ani dalam bir chetiga uzum ekib qo'y degandek gapda. Va shunaqa bir chetiga ekishadi bular. Qarang. Olma hammasi. Ular olmalarni tokka o'xshab o'stiradi. Boya bitta rasm ko'rdik prezentatsiyada. Shunga o'tamiz. Bir yetakchilik usuli deb tushuntirdim. Eng ko'p tarqalgan usul shu. Mana shu ikkinchi rasm. Mana shu, ha. Mana shu rasm bir yetakchi qilib, ya'ni yaqin ekadi. Endi biz O'zbekistonda ekadigan sxemamiz 4 ga 1 metr ekamiz. Bularda 3 metrga 80 santimetr ham qilib ekadi. Ya'ni yana ham qisqartirib. Qator orasi 3 metr, daraxt orasi 80 santimetr. Yer kam ularda. Bu gapingizda jon bor va bundan tashqari 1 gektar maydondan unumli foydalangiz keladi. Kapitalizm bo'lishi mumkin. Albatta bular biroz nima deydi? Ilmiy suhbatni biroz yumshatish uchun siyosiy terminlarni ishlatishni boshladingiz. Endi bu biroz yumshatish uchun deyman, hazil. Qarang, bu hozir mana bizda ham mana shu simga bog'langan, to'g'rimi? Ha, simga bog'lanadi. Bo'lmasa ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi, chunki ildizi juda ham bir sayoz bo'ladi. Va buni baquvvat qilish kerak emas o'zi. Kerak emas. Yo'q, o'zi qilsa-chi? Yo'q, shu o'rinda ildizi sayozligi masalan biz uchun ham qulayroq joylari bor. Masalan, ko'chat olib kelinsa, sho'rlangan yerlar bo'ladi-ku. Zax suvga tomir yetib bormasligi uchun sayoz bo'lgani ham yaxshi. Xorazmda juda zo'r bo'lar ekan. Shunaqa ko'chatlardan ko'paytirish kerak demoqchiman. Aynan Qoraqalpog'iston va Xorazmda. Savol ham bor, hali yer osti suvlari bo'yicha buni keyinroqqa qoldiramiz. Xo'p, demak, Balzanoga qaytamiz. Juda ham chiroyli ekan, o'zimga ham yoqib qoldi to'g'risi. Hali
bog'lari o'ta tartibli va mana boya aytganingizdek hammasi hali simlar bilanda hali tokka o'xshab. Ustun simlardan foydalanishadi. O'zini erkin holatda ekishmaydi daraxtlarni. Qarang, ya'ni bular hammasi uyini ustiga quyosh panellarini qo'yib tashlabdi. Shunaqa. Mana Shokirjon ko'rsatayotganlar. Bu Gollandiyada olingan rasm adashmasam. Ajoyib. Bu buni daraxt ham deb bo'lmaydi-ku. Daraxt degani sal teparoqga chiqib, ustiga chiqib. Endi maqsadga bog'liqda o'sha bizani kesish darsimiz bor, boya ham gaplashdik. Men shu yerda aytganmanki, agar siz soya xohlasangiz, bu daraxtlar siz uchun emas. Bu soya. Meva yetishtiraman, daromad qilaman desangiz, pakana, ya'ni bo'yi past bo'lgan daraxt ekishingiz kerak. Ya'ni doimiy u pakana bo'lishi kerak degan talab yo'q, lekin bo'yini past ushlashingiz mumkin. Tez o'sadi daraxt ham. To'g'ri kesib tursangiz. Endi bizdagilar ko'proq uyiga ekadigan daraxtlar juda yirik bo'ladi. O'sha hamkasbim Mansur aka aytganlaridek, shu tagiga yonboshlab o'tirish uchun, supacha qurib qo'yish uchun, bu yerda maqsad meva. Bu biznes. Bu biznes. Mana endi Mansurbek boyagi savolni davom ettiramiz. Balzanada tushundik. Nega ular bunga deylik yondosh sifatida ham qarashi mumkinligini bizdachi? Xo'p, bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni bog' qilib qo'yish. Aha. Mana boya aytilganidek, bir sohani chuqur egallashadi, keyin yoniga qo'yish mumkin-da. Ya'ni siz bog'ingizda nima jarayon ketayotganini yoki yilni qaysi qismida nima ish qilish kerakligini siz bilasiz. Bu siz uchun yengil emas. Endi boshqa ish qilib turib ham bu yoqda ishingiz ketaveradi. O'zbekistonda mana shu bosqichdan bitta sakrab o'tiladi-da. Boshqa ish qilib turib bog' ham qilib qo'yishim mumkin deb o'ylaniladi, lekin sohani hattoki yuzaki bilimini olmasdan turib ham bu ishga kirganlarni ko'rganmiz. Vaholanki asli chuqur kirsa bo'ladi, ancha chuqur kirsa bo'ladi. Va bu yomon ta'sir qiladi hali. Albatta, bu endi menimcha istalgan davlatda ham borsangiz, o'xshamagan bog'lariga ko'zingiz tushadi. Xoh o'sha hozir maqtalayotgan Ozarbayjon bo'lsin. Bu Ozarbayjon mana yaqinda hamkasblarimiz Turkiyada safarida bo'lib kelishdi, ko'chatchilik sohasini o'rganib, qishloq xo'jaligi vazirligi tashabbusi doirasida bu yoqda turklarning o'zi ham aytibdiki, Ozarbayjon bizdan 20 yil oldinga o'tib ketdi bog'dorchilikda, navla bo'yicha, tartib bo'yicha. Ozarbayjon Turkiyadan. Ha, deb aytibdi turklar. Lekin hattoki shu Ozarbayjonga borsangiz ham o'xshamagan bog'lari babi chiqadi. Yevropaga borsangiz ham babi ko'rasiz. O'xshamagan bog' deganda mutaxassislar nimani tushunadi? O'xshamagan bog' degani tartibsiz, o'sib ketgan, o'sha yerda bilim yetishmayotgani mutaxassis odam bundoq kelib bittada cho'mib oladi-da. Ya'ni shakli noto'g'ri bo'ladi yoki mevasi qurtlab ketgan bo'ladi yoki juda yaqin ekib yuborgan bo'ladi. Turli xil muammolar bo'lishi mumkin-da. Ya'ni shu ma'noda. Lekin bu narsani foizi u mamlakatlarda past. Bizda baland. Qo'shimcha. Endi shu o'rinda o'xshamagan joylar deganda bitta fikr, biror bir yangilik qilaman desangiz ham bir urinishda o'xshamaydi, ilm qilish uchun ham. Shu sababli o'sha ko'proq ko'chatchilik, seleksiya markazlarida shu bunaqa ishlar amalga oshirib, katta maydonlarga keyin tatbiq etiladi. Ya'ni o'sha o'xshamaganni ham aslida ilm uchun qilingan bo'lish ehtimoli bor. Ehtimol bor. Demak, o'xshamadimi bo'ldi. Bu keyin safar boshqacharoq. Boshqacha uslubda kamchiliklarni o'rganib, yana ham rivojlantirishga harakat qilishadi. Endi Humoyun aka bitta qo'shimcha qilaman. Sinov deb aytdingiz. Sinovni kichkinaroq bir 1,5 gektar joyda yo bir 200 ta daraxtni qilsa bo'ladi-da, 100 gektar yo bir 500 gektar bog'da emas. Agar 100 gektar daraxtlar alg'o-dalg'o bo'lib turgan bo'lsa, yoki bir 200-300 ming dollarga dars olish shart emas-da. Mana bir arzonroq yo'llari bor-da dars olishga. Ya'ni bog' sohasida bu klassik bo'layotgan ishlar-da. Tushunarli. Ya'ni sinov qilmaslik bu og'riqli joyimiz aslida. Navlarni ham sinov qilishda biz ancha orqadamiz, payvandlarni ham yoki ekish sxemalari yoki ko'p vaqt oladimi deyman Mansurbek. Shungalik masalan nimalardir sinasangiz mana kimyoda joyida chiqadi. Lekin bog'da sinasangiz 1 yil kutish kerak-da uni. Bog'da mana siz aytganingizdek, ya'ni qabul qilish mumkin bo'lgan davrlar bor-da. Misol uchun pomidor eksangiz 2 yilda natijasini ko'rasan desa hech kim qabul qila olmaydi-da. Bog'da 2 yilda ko'rish bu normal narsa bu. Misol uchun 2 yil emas, 3 yil, 4 yil desangiz ham nav uchun. Lekin o'zi ko'pga o'xshaydi, lekin u ham o'tib ham ketadi-da o'zi. O'tib ham ketadi, lekin aytaylik, tasavvur qiling, falon yangi nav deyapti sizga.
siz tavakkal qilib shu navi 20 gektar joyga ekkan bo'larmidingiz? Yoki sinalganidan ko'proq ekib turib, sinalmaganini kamroq oldin sinab olarmidingiz degan joyi bor-da. Vaqt ketsa ham. Yo, albatta sinab olish yaxshi, chunki katta pul, katta mablag' Xuddi sarflayapman. shunaqa, lekin bitta yondashuv ham bor. Men shuni aytib ketishim kerak. Qarshi emasman, lekin to'liq qo'llab ham quvvatlamayman. Yangi navlarni eksangiz sinamasdan siz oldinda bo'lasiz degan tushuncha ham bor. Ha. Ya'ni sinagunizcha boshqalar katta maydonda ekib o'tib ketadi sizdan degan. Tavakkal masalasi deb yuradi. Fikrlar ham bor. Lekin men ishonchim komil, bu mutaxassislar ham aslida o'zini ishini biladigan odamlar chegara doirasida etgan. Men shunchaki qo'shimcha qilyapmanki, odamlar buni aytaylik katta maydonga birdaniga yangi nav ekib olishim kerak ekan deb tushunmasin deb aytib qo'yapman. Ya'ni o'sha muttaxassislar ham aslida aqlga sig'adigan gektarlarda yoki yeringizni falon foizigacha eking degan ma'noda aytgan deb umid qilaman. Rahmat. Endi bog'ni ichiga kirib kelyapmiz. Bitta qisqa savol mutaxassis. Ya'ni javob qisqaroq bo'lsa deb so'rayotganim, undan keyingi savollarni muhim deb hisoblayman. Bog'ga pul tikishga arziydimi o'zi? Bog'ga O'zbekistonda albatta yer olmagan bo'lsangiz, boya aytilgan Surxondaryo yoki vodiyning ertaki hududlariga danakli mevalarni eksangiz, bu o'ri, shaftoli, gilos asosan, olxo'ri ham bo'lishi mumkin. Lekin olxo'ri katta qismi kechirib pishadi. Mana shu 3 ta meva turi erta joyda agar yetishtirib Rossiyami boshqa eksport bozorlariga olib borsangiz, juda zo'r pul qilsangiz bo'ladi. Juda zo'r pul qilsangiz bo'ladi. Chunki mana shu yerda erta pishish uchun bizda sharoit yaxshida. Masalan, Namanganda, To'raqo'rg'on, Pop kabi tumanlarda o'rikni ba'zi bir navlari aprelda pishadi. Gilosdan ham oldim. O'zi oldin bizda birinchi pishadigan meva gilos deyilardi. Endi bugungi kunga kelib o'rikning ba'zi navlari gilosdan ham oldin pishadigan bo'lgan. Ya'ni buni erta pishishi muhim. Bozorga birinchi bo'lib siz mahsulot olib kirasiz. Qarabsizki, istagan narxingizni qo'ya olasiz degan ma'noni ham beradi. 70 ming deysizmi kilosini, 100 ming deysizmi vaziyatga qarab. Ya'ni mana shu yerda iqlim resursidan to'g'ri foydalana olishimiz kerak. Erta pishgan giloslar 100 ming, 120 ming so'm sotiladi vodiyda. Bu aprel oxiri, may boshi bo'lishi kerak. Gilosingiz yirik bo'lishi kerak. Bu kamida 28 degani. 28 bu baklashkani qopqog'iga kirmaydi. 28 mm. Mana shu giloslar o'sha boya aytganimdek $10 atrofida sotishadi. Bu dehqondan olinadigan narx. Bu iste'molchi narxi emas. Yo'lda qarang. Uni terishi bor, qadoqlashi bor, transportirovkasi bor, xat hujjatlarini xarajati, qanaqadir to'lovlar bo'lishi mumkin, soliqlar bo'lishi mumkin. Keyin olib borib ustiga foydasini qo'yib sotadi. Shunda ham oson va maza qilib sotadi. Erta chiqqani. Bu dehqondan olinadigan narx. Imkoniyat bor. Dehqondan olinadigan narx rostida endi $20 bo'ladimi? $25mi? Mehr bersa, eng qizig'i e'tibor bering, o'zi 1 kilogramm go'sht narxi yaqinlashib qolar ekan. Meva. Rahmat. Mana endi bog'ga yer tanlash masalasi. Bu qanchalik ahamiyatli? Yer tanlash. Mana bo'sh joyni ko'rdim. Pul tikib shu yerga bog' qilaman deyishim mumkinmi? Xo'p, O'zbekistonda bog' qilayotgan odam birinchi o'ziga berish kerak bo'lgan savol, boyagilardan tashqari bu sohaga kirgandan keyin qaysi hududda meva yetishtirsam oson yetishtiraman va qimmat sotaman degan savolni berish kerak. Chunki bu savol javobi bor. Hozir aytib o'tdik. Vodiyning erta pishar hududlari yoki Surxondaryoning erta pishar hududlari. Agar yer olinmagan bo'lsa va kattaroq loyiha bo'lsa, mana shu hududlarda daneli mevalarni yetishtirsa yaxshi bo'ladi. Va yana bitta katta farqini aytaman, ya'ni olmaga yoki nokka solishtirganda shaftoli o'ri ertaroq meva beradi va tonnalarga ertaroq chiqishni boshlaysiz. Ertaroq pul keltirishni boshlaysiz sizga. Endi yer olinmagan bo'lsa shu hududlarda, yer olib qo'yilgan bo'lsa, endi boshqa savol beradi. Mana shu yerimda men nima meva turi eksam, birinchidan iqlimiy risklardan himoyalanaman va oson yetishtirib qimmat sotaman degan savolni berish kerak. Ya'ni agar hali yer tanlamagan bo'lsa, uni mevaga qarab tanlaydi. Agar yeri bo'lsa, endi yerga qarab mevani tanlaydi. Agar yer tanlamagan bo'lsa, endi soddaroq qilib aytganda daromadiga qarab tanlashi mumkin.
Ya'ni qaysi yaxshi pul keltirsa o'shanga kirishi mumkin. Yeri tanlamagan bo'lgandan bo'lsa. keyin endi yerga mosini qidiradi. Endi majbur, chunki shunaqa hududlar bor, shaftoli, o'rik, gilos yetishtirish qiyin bo'lgan, katta iqlimiy xavf bo'lgan hududlar bor. Boya aytilganlari o'sha misollar Toshkent viloyatini ochiq tekislikda joylashgan mana Piskent, Bo'ka, Ohangaron, Oqqo'rg'on, Quyi Chirchiq, O'rta Chirchiq, bular hammasi men aytgan meva tuman shaftoli bog'li mana o'zimiz ishlaydigan bog'li buzib olma ekishga hozir majbur bo'lyapti. Men bu risk zonasi. Albatta. Shaftoli qishki sovuqlarga chidamsiz bo'ladi. -15 dan keyin pulkurtelari zararlanadi. 20 ga qarab chiqqaningiz sari katta shoxlari ham zararlanishga boshlaydi. Siz ya'ni to'liq bog'ingizni yo'qotishingiz mumkin. Nafaqat bu yilgi hosil. Ya'ni faraz qiling, 5 yil mehnat qildingiz, daraxtingiz endi maksimal hosilni beraman deganda bitta sovuq kelib, to'liq bog'i tugatib ketyapti-da, ya'ni. Ya'ni endi qarangda, bu yerda nima xatolar bo'lyapti? O'zi yeri yo Sirdaryoda, yo Toshkentda, yo Jizzaxni sovuradigan joyida-da. Boyagi savolga o'tib ketib qoladi. Qaysi meva turi zo'r pul keltiradi degan savolga o'tib ketib qoladi. U birinchi savol asli u uchun boshqa. Yeri men aytgan hududlarda bo'lsa, u o'ziga boshqa savolni berish kerak. Nima meva turi eksam sovurib ketmaydi deb turib, keyin qaysi yaxshi pul keltiradi deyish kerak. Yer olmagan bo'lsa, u uchun savol boshqacharoq boshlanadi. Endi men aytgan hududlarda osonroq yetishtiriladi nima? Olma. Ya'ni oson qanaqa? O'zi yetishtirish oson emas, lekin iqlimiy xavfdan sal himoyalanganroq. Ya'ni 90-95% bu yerda risk yo'q desangiz ham bo'ladi. Olmada, nokda, gilosda bu 60-70% himoyalangan, 30% bari xavf bo'ladi. Shaftolida 50-50 bo'lib qoladi. O'rikda bahorgi sovuqlarni hisobini olgan holda 60 ga 40 deyishim mumkin. Bodomda umuman 80 ga 20 bo'lib qoladi. Xullas, meva turini endi bu yerda to'g'ri tanlashga to'g'ri kelib qoladi. Yetishtirish qiyinchiligini endi chekkiga surib turish kerak bo'ladi. Nimaga? Misol uchun, faraz qiling, Toshkentning boya aytilgan hududlarida yerimiz bor. Piskentda 20 gektar. Bu joyda biz nima meva turini eksam sovurmaydi degan savol berdik. Olma degan qarorga keldik, to'xtaldik. Bo'pti dedik, olma ekamiz. Nima navini ekamiz? Misol uchun Devil Gala ekamiz yoki Pink Lady Rosy Glow ekamiz, misol uchun. Bular hammasi chet ellikmi deyman bu navlar? Avstraliyani, Yangi Zelandiyani navlari, Gala, Pink Ladylar. Endi olma dedik, nav tanladik, payvandni tanladik. Keyin cho'mchani ham hisobga olish kerak bo'lgan joyi bor. Chunki olmani ham boya ko'rganimiz, ya'ni Balzanodagi pakana zamonaviy bog' qilamiz desak, O'zbekistonda o'rtacha 350 million pul kerak bo'ladi 1 gektariga. 1 gektarning o'ziga. Buni ham hisobini oldik. Ya'ni olma yetishtirish qiyin, lekin Piskentda aynan shu joyda men olmadan boshqa narsani oson bo'lsa ham yetishtira olmayman degan fikrni bilish kerak. Ya'ni boshqa iloji yo'q. Yo'q, boshqa iloji yo'q. Aslida shaftoli, gilos, o'rik yetishtirish ancha oson. Men oddiy misol aytaman, ya'ni ichiga kirsangiz gap ko'p. Oddiy misol, mavsumda erta terib olasiz, undan keyin ya'ni daraxtda meva turar ekan, unga beriladigan mehr doimiy, ya'ni bir bosim ostida ishlashingizga to'g'ri keladi-da. Misol uchun mana oktyabr oxirida hozir terilayotgan olma navi bor. O'sha Pink Lady deganim hozir shu kunlarda endi erta boshlaganda terayotgan bo'lishi mumkin. Shu nav tasavvur qiling, gilos may oxirida terib oldingiz, olmani noyabrda teryapsiz boshida. Farqi bor-da. Ya'ni mevasi yo'q daraxt bilan ishlash osonroq-da. Ya'ni yetishtirish osonligini tushuntirish maqsadi misol keltirdim. Lekin siz men aytayotgan danakli mevalarni, o'rik, olxo'ri, shaftoli, gilosni yetishtira olmaydigan joyda turgan bo'lsangiz, endi uzr, siz oson yetishtirishni o'ylamang. Aytadi-yu, bu endi taqdir deyiladi-yu. Endi qabul qilingda, mevachilik sohasida qolmoqchi bo'lsangiz, shu olma yoki nok yoki riski kamroq bo'lgan gilos yoki riski kamroq bo'lgan olxo'rini quritadigan navini yetishtiring yoki olcha yetishtiring. Qarang, demak, bizdagi istalgan yerda baribir nimadir yetishtirsa bo'ladi. Albatta. Faqat to'g'ri tanlash kerak. Ilm bilan yondashish kerak. To'g'ri. Meva turini to'g'ri tanlash kerak. Meva turini tanlaganingizdan keyin navini to'g'ri tanlash kerak. Men buni ham ozgina sharhlayman, ruxsat bersangiz.
misol uchun bo'pti dedik, Piskent ekan, endi olma yetishtirmaslik, boshqa narsa yetishtira olmas ekanmiz deb aytdik. Keyin bizga mutaxassis kelyapti-da, yana o'sha O'zbekiston iqlimini bilmaydigan mutaxassis, kuchli mutaxassis, lekin O'zbekiston bilmaydi. San Scarlet Spur degan navi ekkin, bu zo'r bo'lyapti bizda deydi. Yoki Jonagold ekkin, yoki Crimson ekkin, yoki qizaradigan boshqa istalgan tur Red Chief ekkin deb tavsiya berdi. Va afsuski bu navlar O'zbekistonning issiq bo'lgan hududlarida rang olmaydi. Ya'ni olma yetishtiraverasiz, olma bo'laveradi. Qizarishini kutsangiz paxtalashib qoladi. Og'zingizda qumoqqa o'xshab bir ich yegan bo'lsangiz, ani turib qolgan olma suvli bo'lmaydi-da, qarsillamaydi deb paxtaga o'xshab qoladi. Qizaradi, faqat paxtalashadi. Paxtalashdi degani nima degani? Saqlanmaydi degani. To'kiladi degani. Maza ham ketadi. Maza ham ketadi. Ya'ni meva turini tanlaganingizdan keyin navini ham to'g'ri tanlash kerak. Ya'ni keyingi savol bu. Meva turi hop olma ekan. Endi nima nav degan joyi ham bor. Istalgan olma emas. Rahmat, mana endi shu yerni tarkibi ham qandaydir rol o'ynaydimi? Masalan, deylik, vodiydagi yerda tarkibi bunday. Mana hozir savol berishyapti muxlislardan. Navoiyda nima yetishtirsak yaxshi bo'ladi degan savollar. Uni yeri boshqachadir balki. Yer, masalan, uni ham farqi bor. Mana boya Xorazm to'g'risida gapirdik, lekin suvga tegmay turasiz. Suv bo'yicha alohida savolim bor. Mana yer bo'yicha. Endi tuproqda o'zini texnik tarkibi yoki biokimyoviy tarkiblari bo'ladi, elementlar, misol uchun katta rol o'ynaydigan narsalardan bittasi bu gumus, ya'ni chirindi. Chirindisi yaxshiroq bo'lgan yerlar ko'proq tog'oldi va tog'li hududlarda uchraydi. Navoiy viloyatlarida esa unchalik emas. Endi eskitdan madaniylashgan tuproqlarda bo'lishi mumkin. Va agar yetishmaydigan bo'lsa, o'sha chirindi qiymatini oshirish uchun chora-tadbir ko'riladi. Ya'ni elementlar ham xuddi shunday iboratki, pH degan tushuncha bor. pH bu tuproqning ishqorliligi yoki kislotaliligini bildiradi. O'zbekistonda aksariyat hududlar shu 7-7,5 atrofida, endi tog'li hududlarda undan pastroq bo'lishi mumkin. Norma qancha o'zi? Norma O'zbekiston uchun 7-7,5 atrofida. Mana shu aksariyat joyda shunaqa bo'ladi. Endi soddaroq qilib tushuntiraman. pH baland, pH past bo'lsa, misol uchun shimoliy hududlarda o'sadigan galibika degan bir o'simlik bor-ku, ko'k reza meva. Mana shu o'simlikni yetishtirish uchun pH 4, 5 bo'lgan tuproqlarga ekish kerak bo'ladi. O'zbekistonda unaqa tuproq deyarli yo'q. Uni O'zbekistonga olib kelib ekmoqchi bo'lsa, uni torfi bilan olib kelish kerak. Torf degani qop-qora, arzon emas. Arzon emas. Xuddi nima deydi, ko'rinishi bir necha yillik kompost qilingan o'g'itlar bo'ladi, qorayib ketadi. Bozorlarda sotyapti. Bozorda sotaydi, ko'pchilik biladi. Endi biz hali uy tuvakli gullarga olish mumkin-da uni. Uni yerga o'tkazib bo'lmaydi, ya'ni gul tuvakka ekib turib o'stirishadi. Endi mana shundan kelib chiqib, nima deydi, qimmat ekan deb sharoitni qo'shimcha ravishda o'zim shakllantiraman deb katta xarajat qilish ham u qadar to'g'ri emas va yana o'sha yer iqlimiga qarab turib ish ko'raverish kerak. Yoki asli vatani O'zbekiston hududlari bo'lmagan, nisbatan iliqroq, mana yaqin Sharq, Eron hududlari bo'lgan kelib chiqishi bo'lgan mevalarni ham ekayotganda o'sha joyiga qarash kerak. Masalan, shimoliy hududlarda nima deydi, anjir yoki xurmo kabi mevalar sovuq urish ehtimoli baribir balandroq bo'ladi. Anjirlarimiz har yil deyarli urib ketadi, sovuq yana o'sib chiqadi. Masalan, joni ham baquvvat ekan, uni o'sib tegi mana shunday bo'lib ketadi. Surxondaryoda misol uchun ko'mishmaydi ham anorni. Aksariyat holatda mana bir qiziq voqea ro'y bergan. Samarqanddagi anorzorlarni ko'rgan bir surxondaryolik kishi qaraganda bunaqa katta qabriston ekan deb o'ylaganlar bo'lgan. Ko'milga. Shunga qarab bunaqa katta qabriston ekan, bu yer bir tekis ekan deb o'ylagan. Endi chetga chiqmagan odamda bunaqa fikr tug'ilish ehtimoli mavjud. Ya'ni Surxondaryoning iqlimi aksariyat issiqsevar o'simliklarni ko'taradi. Navoiy ham issiq deyishlari mumkin, lekin Navoiyni shimol tomoni yoki sovuq oqim kirib keladigan tomonlari ochiqda. Endi hali issiq joyi sovuqi ham chatoq bo'lar ekanda. Masalan, mana Xorazm, Qoraqalpog'istonda issiq shunaqa issiq bo'ladi, lekin sovuqi ham shunaqa sovuqda. Keling mana O'zbekistonda maksimal va minimal kuzatilgan haroratlar qarang. Buxoro va Navoiy hududlarida kuzatuv tarixida 49 8 shu 50 ga yaqin harorat plyusdan.
Eng pasti Ustyurtda kuzatilgan -38. Endi tasavvur qilavering. Mana shunaqa atrofda tebranishi mumkin. Endi hozir kuzatuvchilar meva qilish og'ir ekan deb voz kechish degan ma'no emas. Endi bu holatlar misol uchun 30 yil, 50 yil, 60 yilda bir takrorlanib qoladi. Boya hamkasbim aytib o'tgan anomal sovuqlar yoki oddiy sovuqlar ham o'z turi bor. Qishdagi anomal sovuqda turi bor yoki bahordagi qora sovuq deydi. Endi mana daraxtlarga suv yugurgan payti, kurtaklar chiqishni boshlagan payti bir aylanib ketadi. -1 ham xavfli. -1 ham o'sha nobud qilib qo'yadi. Qishki kuniga bo'lmasa -10 bo'lmaydimi? Ta'sir qilmaydi. Mana shaftoli biroz kuchsizdirlar-yu, olmani sovuq urish harorati undan pastroq, -18 adashmasam, olmaniki. -30 gacha chidaydigan turlari bor ekan. Shaftolniki 15 deb aytib o'tdilar. Ya'ni o'shandan ham kelib chiqish kerak. Shaftolini misol uchun o'sha ochiq joylarga ekmaslik kerak. Misol uchun Qoraqalpog'iston, Xorazmlarda yoki Navoiylarda ham shaftolini kamroq yoki chidamliroq navlarni ekkan ma'qul bo'ladi. Rahmat, mana endi suv masalasida. Ya'ni tajribadan kelib chiqib aytamizda, ariq suvi foydaliroq degan bizda tushuncha bor. Masalan, men o'zim hovlidagi daraxtlarni iloji boricha ariqning suvida sug'orishga harakat qilaman. Bu deyman foydaliroq bo'ladi, deyman. Hali tirik suv, o'lik suv, artizandan chiqadigan suvni qandaydir o'lik suv deb hisoblaymizda, u daraxtlarga foydasi bo'lmasa kerak deymiz. O'zi aslida suvning ahamiyati bog'dorchilikda. Suvning ahamiyati vegetatsiyaga ham ta'sir qiladigan jihatlari bor. Misol uchun iliqroq suv bilan sug'orilsa, nima deydi? Daladan, ariqdan oqib keladigan suv o'zi bilan qo'shimcha tuproqdan eritib kelgan, tog'lardan eritib kelgan moddalarni o'zi bilan olib keladi. Artizan suvini tarkibi bilan nima deydi? Tog'dan oqib keladigan suv tarkibida boshqacharoq bo'ladi. Masalan, artizandan sug'orilsa, yerlarda biroz oqarish kuzatiladigan joylar bo'ladi, sal qattiqlash holatlari bo'lib turadi. Lekin uni nima deydi? Tomchilatib sug'orish qilinadi-ku, tomchilatib sug'orish qilinsa, o'sha narsani oldini olish uchun ham o'z avtomatik filtri bo'ladi. Ya'ni tuz bilan qoplanib qolmasligi uchun o'sha filtrlar avtomat ishlab, nima deydi, bekilib qolish oldi olinadi. Yer osti suvlarining ahamiyati bormi bog'dorchilikda? Masalan, mana Xorazmda, Xorazmlik do'stlarimiz sho'rliligi bo'yicha. Ya'ni yo'q, o'zi baland daraxtlar nega kam desa, yer osti suvi juda yaqin deyiladi. Chunki Xorazm bilan Qoraqalpog'iston hududlarida daryoning bo'yidagi ba'zi bir kichik joylarni aytmasa, aksariyat hududda yer osti suvi sho'r. Sho'r suvga mevali daraxtlar hammasi ham chidamli emas. O'sha baland daraxtlar yo'qligi sababi daraxt qanchalik yerlashgan sari tomiri ham shunga yarasha pastga qarab tushaveradi va suvga tegib qolsa, keyin nobud bo'lishni boshlaydi. Boya siz bir narsani aytdingiz, shunda to'xtatib qo'ygandim. Ya'ni ildiz masalasida, hali o'sha M9 yoki o'sha yangi payvanddagilar tomiri ko'p ham chuqur otmaydigan ko'chatlarni mana shunday hududlariga eksa, qurib qolmaydi. Ya'ni nisbatan bog' qilish maqsadida. O'shanda unaqa baland daraxt emas, maqsad meva bo'lsa. Misol uchun baland daraxt bo'lish kerak deydigan bo'lsa, qadimdan hammaga ma'lum, tut daraxti nisbatan chidamliroq. Hujum albatta. Bu Hamitaga ham doim aytadi, hujummi? Qayrag'och boshqacha nomi yoki qayrag'och deydi. Endi shunaqa chidamli daraxtlarni ekkan ma'qul, kimdir soya qilishni istasa. Keyin yana bir qo'shimcha, endi anu suvni ichiga chuqur kira olmayman sichalik, lekin Samarqandda Zarafshon daryosining suvi bor. Ariqlarini ko'rsangiz, o'sha suv yurgan ariqlar qorayib ketadi. Nimadan u? Suvni o'zi mana tarkibidan. Uni sababi Zarafshon daryosining suvi loyqa. Doimiy ravishda loyqa va u daryoda suv ombor qurilmagan. To'g'ri tog'li hududlardan yuvib o'zi bilan o'g'itday bo'lib olib keladi. Va bu yaxshi, qishloq xo'jaligi ekinlari uchun juda zo'r. Ichimlik uchun emas. Yaxshi, lekin yana bir narsani qo'shimcha qilamiz. Suv, ya'ni ariqdan keladigan suv qanchalik to'yingan bo'lmasin o'g'itga yoki yer osti suvlari qanchalik to'yinmagan bo'lmasin, yetishtiruvchi o'zi reja bilan daraxtlarni ham ildizidan, ham bargi orqali oziqlantirishi shart. Har qanaqa holat. Ya'ni unga ishonib qo'yish kerak emas. Yo'q. Rahmat. Mana endi o'g'itlar masalasi. Go'ng, endi bo'lardi oldin. Hozir ham shunday. Hozir ham bor, Yo, u ku bor.
hozir ham shu Hali ham bog'dorchilik aktual, hali ham kerakli narsa. Mana boya aytib o'tildi, Humoyun akamiz gumus masalasini tilga oldingiz. Bizani tuproqlarda chirinni miqdori kam. Bu o'sha iqlimni, quyoshimizni issiqligi, tuprog'imizni holatini yomonlashishiga olib keladi. Ya'ni tuproq jonli emas bizda. Ya'ni quyosh qizdirgandan keyin tuproqdagi har xil bakteriya, mikroorganizmlar, misol uchun chuvalchang, bu hammasi tuproqni jonli bo'lishiga, chirinni miqdorini ortishiga olib keladigan omillar bizda bu narsa kam. Mana Yevropa yoki Rossiya davlatlar tuproqlarini ko'radigan bo'lsangiz, qop-qora bo'ladi va biz aytgan narsa u yerda bor. Ya'ni salqinligini, yog'ingarchilikni ko'pligini hisobiga tuprog'i jonli. Endi bizda nima tavsiya qilinadi? Shu holatlarni hisobga olgan holda chirigan mol, ot, qo'y, quyon bo'lishi mumkin, echki bo'lishi mumkin, go'nglarini solish yaxshi bo'ladi. Qancha ko'p solsangiz shuncha yaxshi. kuydirib yuboradigan gap bor bu. Chirigan, aynan chirigan deyilyapti. Chirigan bo'lishi kerak va toza bo'lishi kerak. Chunki go'ng olib kiraman deb ba'zi holatlar bo'ladi, bilasiz, may qo'ng'izini qurti bor. U ham Shu narsani ham olib kelib qo'yishadi. Buni yo'qotish qiyin va qimmat bo'ladi. Keyin yana bir qo'shimcha, mulcha degan so'zni eshitganmisiz G'ayrat hoji aka? Mulcha. Mulcha yo'q. Mulching deydi ingliz tilida. Bu o'sha tuproqni yuza qatlamini organik bo'ladigan bo'lsa, somon yoki yog'och qirindilari, qipig'i yoki qamish bilan yoki pohol bilan yoki karton bilan yopib qo'yish yoki agro mato deydi, agrovolokno, agro tekstil deyish ham mumkindir. O'sha narsa bilan, ayniqsa qulupnaychilar ko'p ishlatadi, ko'rgan bo'lsangiz, qop-qora bo'ladi, qulupnay dumaloq teshib turib ekadi. Shu narsa ham tuproqni unumdorligini oshishiga olib keladi. Demak, u ushlab turadi namni biroz. Nam o'shiydi, tuproqni to'g'ridan to'g'ri quyosh nuridan himoya qiladi va o't o'stirmaydi. O't tozalamaysiz. Unda qipiq sepib qo'ysa yaxshi ekanda. Yo'q, ko'proq sepish kerak. Mana men aytganim, ya'ni qulupnaychilik ishlatadigan o'sha o'sha agromatoni yopganingizda masala bo'ldi, yopiladi, lekin u qimmat. Ya'ni uni o'rnatish xarajati qimmat. Organik yo'llarida qalinroq tashlash kerak va doimiy tashlab turish, chunki u chirib ham ketaveradi. Lekin degan joyi bor. Bu kemiruvchi jonzotlarni ko'payishiga olib kelishi mumkin. Men buni aytishim kerak. Ya'ni nimadir foydali ish qilsangiz, xolismi yo'qmi, kamchilik ham paydo bo'lishi mumkin. Shu. Ya'ni chirinni miqdorini oshirishga yordam beradi. Ko'proq tashlaganingizda o't chiqmaydi. Kam tashlasangiz o't chiqib ketib qoladi. Qalinroq bo'lishi kerak. Rahmat. Xo'p, Xorazmda qanday mevalar o'sadi? Endi uni xorazmlik do'stlarimizdan so'rashimiz kerak, qaysi mevalar ularda ko'proq o'sadi. Endi biz Xorazm deganda ko'pincha baliq tushunganimizga, meva-chevada bir narsa deyish qiyin. Xorazmliklar bo'lsa, qisqa qilib javob berib ketsak bo'ladi. Mana boya aytdik, tog'li hududlarda olma yaxshi bo'ladi dedik, lekin Xorazm bilan Qoraqalpog'iston dengiz sathidan balandligi past bo'lgani bilan 100 metr atrofida adashmasam, tog' bo'lmagani bilan qizil olmalar yaxshi rang olyapti. Biz buni kuzatdik. Va biz buni kunduzgi va kechki haroratlar o'rtasidagi katta farq bilan ham hozircha izohlayapmiz. Keyinchalik balki o'rganarmiz. Mana Qoraqalpog'istonga men taxminan 1 oycha oldin borib keldim. Ertalab soat 9 da samolyotdan tushganimda harorat 5+5 edi. Qarang, Toshkentda uchganimizda 10 dan baland edi. 15 midi, bu tag'in yana bir 2-3 soat oldin edi. Sovuq edi, juda ham qattiq sovuq edi. Tush vaqtiga boryapti-da, 12 ga borib turib, birdaniga ko'tarilib ketyapti. Ya'ni kechasi birdan tushib ketadi, kunduzi birdan isib ketadi. Xuddi shunaqa yozi ham birdaniga isib ketadi, qishi birdan sovib ketadi. Mana shu narsa qizil olmalarni yetishtirishga yordam beryapti Xorazmda. Hozir mana bir muxlis yozyaptilar, Xorazmdan bo'lsa kerak, uzum, anjir, o'riklar ham o'syapti yaxshi debdilar. Endi Xorazmni ham boya aytdim-ku, mana o'zi aslida O'zbekistonni katta regionlarga ajratish mumkin, lekin o'sha regionlarning ichiga ham kirsangiz yana ajralib ketaveradi-da. Xorazmda ham o'sha mana Qoraqalpog'istonga qo'shni bo'lgan hududlari bor va Qoraqalpog'istonning o'zi ham Xorazmga qo'shni bo'lgan 4 ta tumani bor.
To'rtko'l, Beruniy, Amudaryo va yana bir tuman bor, uni eslolmadim. Bilganlar bo'lsa kuzatuvchilar ichida yozib qo'yishsin. Xullas shu tumanlarda mevachilik yaxshi bo'lyapti. Lekin bu cheklov emas, harakat qilsa bo'ladi. Hozircha shu, ya'ni osonroq rang oladigan olmalarni eksa, ishlari ancha yaxshi bo'ladi Xorazmda. Xo'p, bundan tashqari olchani ham tavsiya qilaman. Olcha bu Xorazmda chiya deyishadi adashmasam. Shunaqa bo'lsa yozib qo'yishsin izohlarda. Xullas, chiya bu o'zi Toshkentliklar nordon olchasi, shuni ham yetishtirsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni sovuqlarga nisbatan chidamliroq. Endi siz hozir ataylab tushuntirib ketyapsiz Toshkentning nordon olchasi deb, chunki bizda masala bor-ku, viloyatlarda bilan Toshkentda olcha bilan gilosni to'ppa-to'g'ri farqi bor. Olvali deydigan joylar yo'q, bor. qandaydir teskariga ham aytamiz, xuddi pashsha bilan chivinga o'xshaydi. Xuddi shunaqa. Xuddi shu achchiq gilos ham deyshadi olchani. Achchiq gilos deysiz. Qora gilos deyshadi. O'sha asosan kompot qilinadigan olcha bo'ladi. Ha, shunday. Lekin olchada viloyatlarda ani Ko'k Sultonni ham yetishadi, tog' olchani ham yetishadi. Tog' olcha bu. Ruschada lekin chereshnya gilos, vishnya olcha. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Nordon. Rahmat. Mana endi savol, bog'ni qachon kesgan yaxshi o'zi umuman? Endi bu maqsad, mana bitta narsa bor. Yosh daraxt haqida gaplashyapmizmi yoki yetilgan, maksimum hosildorlikka yetib olgan daraxt haqida gaplashyapmiz degan savol bor. Birinchi yosh daraxt tushuntiraman. Qoida bor. Daraxtlarni bargi yo'g'ida kessangiz, kesganingizdan keyin daraxt ko'proq o'sadi. Bargi borda kessangiz kamroq o'sadi. Nega? Chunki bargi yashilligida kesganingizda daraxt ozuqa moddalarini ildizi va qalin shoxlariga qaytarmasdan oldin siz uni kesib olib tashlaysiz. Bargi yo'g'ida kesganingizda tanasiga qaytargan bo'ladi. O'sha barg sarg'ayganda qaytgani hisoblanadi. Endi yosh daraxtlarni shundan kelib chiqib, imkon boricha bargi yo'g'ida kesiladi, lekin bargi borida ham kesiladigan vaqtlari bor. Bu istisno holatlar. Bu yana detaliga kirgan sari chiqib kelaveradi. Ikkinchi masala, yoshi katta o'sib ketayotgan daraxtlarni imkon boricha bargi borida kesiladi. Nimaga aytsangiz, daraxt maksimum balandlik, misol uchun mana bog' haqida 5 ga 3 metr ekilgan bog' haqida gaplashadigan bo'lsak, bo'yini biz 3 metr bo'lishini xohlasak, biz aytaylik ko'chat ekdik, ekishimiz bilan 50 santimetr qo'yib yerdan kesdik, 2-3 marta kesib shoxlatdik, bizga tikka shoxdan 8 ta kerak edi. 8 ta o'sdi, daraxt ochildi, 3 metrga yetib oldi. Endi 3 metrdan o'sib ketish menga kerak emas. Lekin daraxt bu doimiy o'sadigan o'simlik, har yili 3 metrdan o'tib ketaveradi. Men kelaman shu 3 metrdan qaytarib kesib qo'yaveraman. Tepasini o'sib ketishiga yo'l qo'ymayman. Va aynan mana shu kesish O'zbekistonda issiq haroratlar qaytgan vaqt, bu sentyabr boshi, agar sovuq erta tushib ketmasa, hattoki oktyabr o'rtasigacha ham kessangiz bo'ladi. Hozir kessa bo'ladi. Noyabrga o'tib qoldi, endi hozir unaqa deya olmayman. Noyabr juda ham yaqin. Havo sovib ketsa va yog'ingarchiliklar boshlanib ketsa, bu tavsiya ham ishlamay qoladi. Ya'ni bu nimaga bargi borida kesishimiz kerak desa, kuzatuvchilar ikkita katta sababni aytaman. Ayniqsa danakli mevalarni, misol uchun gilosni yoki o'rikni. Bargi bori kesganingizda, maksimum balandligiga yetib olganingizda daraxt kamroq o'sadi. Sizga 3 metr deb olgan bo'lsangiz, 3 metrdan ko'p o'sishini keragi yo'q. Va aynan shu maqsadda bargi borida kesishingiz kerak kuzda. Ikkinchi foydasi, daneli mevalarda bilsangiz suyuqlik chiqadi tanasidan-da, ba'zan daraxt qurishiga ham olib keladi bu narsa. Bu bakterial rak deyiladi, psevdomonas degan bakteriya qo'zg'atadi. Endi mana shu kasallik kamroq tushishini xohlasangiz, danakli mevalaringizni qishda, sovuqda, namgarchilik holatlarida kesmang. Eng zo'r vaqt bo'yini cheklash uchun hozirgi mana shu aytganim sentyabr 5-10-sidan, bu ham hududga qarab o'zgaradi, oktyabr 10-15gacha. Bargi borida kesib oling, katta shoxlarini, keyin mevali shoxlarini gullaganida agar sovuradigan hududda bo'lsangiz, keyin kesib olaverasiz mayda shoxlarni. Xo'p, savol. Bir odam achini yozibdilar, Guliston shahrida, Sirdaryoda golden olma pishiga 1 oy qolganda hammasi to'kilib ketdi. Nimadan bo'lishi mumkin bu? Katta ehtimol pishib ketgan. Tezroq pishib ketganmi? Golden pishib ketib qolgan, chunki bitta narsa bor-da. Sanoatlashgan bog'larda, ya'ni mevani uzoq saqlaydigan bog'larda 6 oydan 1 yilgacha saqlashadi goldenni. 15-avgustda boshlanadi terim. O'rtaki zonani aytyapman. Lekin degan joyi bor. Sanoatlashmagan
deyarli hamma bog'lar va xonadonlar goldenni sarg'ayganda o'sishimiz kerak ekan deb o'ylashadi. Chunki golden sariq olma-ku. Ya'ni bozordan olganda sariq olib o'rgangan, sarg'aymaguncha demak pishmagan deb o'ylashadi. Vaholanki men aytgan bog'larda golden yam yashilligi teriladi. Ya'ni yam yashil qanaqa? Bu yerda testlari bor. Yod kraxmal testi deyiladi. Olmada demak kesib turib yodga botirganingizda kraxmal shakarga aylangan joylarida rangida o'zgarish bo'ladi. Biz buni ko'ra olamiz. Yoki qattiqligi tekshiriladi yoki usti ikki xil rangli olmalarda qizil rangiga qarab terish mumkin. Usti yog'lanadi. Ya'ni rangi masalan rangiga qaramasdan o'zi pishgan ham bo'lishi mumkin. To'g'ri. Ayniqsa golden. Golden. Chunki qizil olmalarda qizaradi tabiiy, u ham ya'ni tushunish osonroq qizil olmalarda. Agar to'g'ri hududga aytaylik, o'sha tog'li hududlarga ekilgan bo'lsa, siz olmangiz to'liq ranglanganda terimga yaqin qolganini osonroq tushunasiz. Lekin goldenni issiq joyga ekib olganingizda siz uni shunchaki ustiga qarab turib terim vaqtini aniqlay olmaysiz. Ayniqsa uzoq saqlamoqchi. Qarang, o'zi pishmasdan ham to'kilib ketishi mumkin. Bu ana pishmasdan, ya'ni men hozir taxminan aytganim, ya'ni klassik xatoni aytdim. Ko'pchilikda uchraydigani pishirib qo'yishadi, to'kib yuborishadi. Bandi bo'shab qoladi, to'kiladi. Pishmasdan to'kiladigan holat qachon bo'ladi? Nav o'zi to'kilishga moyil navlar bor. Ya'ni men to'g'ri ishlasangiz ham yoki to'g'ri joyga eksangiz ham u nav o'zi to'kiladi shunaqa. Yoki chanqatib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Chanqatib. Ya'ni suv bermaganmiz, daraxt bargini ham, mevasini ham tashlashga. O'zini asrashga. Xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Yoki o'rgimchak yana tushib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin mevani ommaviy tarzda katta miqdorda birdaniga to'kilib ketishi faqatgina pishib ketganda bo'ladi. Men boshqa holatda pishmagan olmani to'kilgan ko'rmadim. Agar chanqatib qo'ysa endi chanqatib qo'ysa ham, hattoki men shunchaki hamma versiyalarni bilishinglar uchun aytdim, lekin chanqatsangiz ham mevasi yong'oqdek bo'lsa bo'lib qoladiki, oldin bargini tashlaydi-da. Keyin mevasi tushishi mumkindir. Rahmat, bu yerda ammofos haqida so'rashibdi. Daraxt ekishdan oldin yerga ammofos beriladimi? Tuproq analizi, agar daromad olish maqsadida bog' qilgan bo'lsangiz, tuproq analizi qilishingizni tavsiya qilaman. O'zbekistonda bunaqa bog'lar ko'p, laboratoriyalar ko'paygancha qimmat ham emas. Adashmasam 300 ming o'rtacha bitta namunasi tahlilga berasiz. Fosfor kam bo'lgan bo'lsa berasiz, ko'p bo'lsa bermaysiz. O'zbekistonda professional ko'chatchilar bormi? Yo'q. Hozircha yo'q. 38 millionmiz, Mansurbek. Ali Karimov, Islom Abdug'aniyevich davrlarida aytishardi. Endi ular aynan shu gapni aytganlar yo'q bilmayman. Shuncha 11 ta normal futbolchi yo'qmi deb gapiradilar deyishardi doim. Shunga o'xshab, Ali 38 million odammiz. 1000 yildan beri bog' qilamiz. 1000 yildan beri bog' qilamiz. Keling, shu yerda biroz xulosadagi bitta fikr bersam. O'tgan safargi ko'rsatuvda hamkasbim aytib o'tgandilar, Yevropadagi ko'chatchilik bizdan ko'ra ancha rivojlanib ketgan va biz uni o'zimizda qilgandan ko'ra ulardan o'zlashtirib olganimiz yaxshi, bu qilyapti-ku degandilar. Ya'ni o'sha narsani to'liq o'zlashtirib olib, keyin uni ustiga qayta ishlasa bo'ladi. Mana Yaponiyada borini to'liq o'zlashtirib bo'lib, u bilan baribir ilmini to'liq qilib olgandan keyin nav yaratishga ishlasa bo'ladi deb o'ylayman. Agar Humoyun aka xafa bo'lmasangiz, men tuzatish kiritaman. Ya'ni Yevropadan nav olib kelib ko'chat qilishimiz mumkin deyilgan. Ko'chat olib kelish kerak degan fikr etilmagan. Ya'ni bu yerda aynan ko'chatchilik haqida gap ketyapti. To'g'ri, nav bog'liq ko'chatchilik bilan, lekin Yevropadan yoki Kanadadan yoki Amerikadan nav olib kelib o'zimizda ko'paytirish mumkin. Ya'ni ko'chatchilikni shu yerda qilsangiz bo'ladi. Seleksiyani boshqadan hozir qilishga majbur emasmiz degan ma'noda. Chunki qilishyapti. Chunki bizdan zo'r qilishyapti. Ancha zo'r qilishyapti. Endi velosiped bor. Tayyorda. Bizga moslashtirish kerak. Qilish kerak hozir. Ko'chatchilikni lekin qilishimiz kerak. Chunki chetdan olib kelsangiz ko'chat ancha. Endi boyagi savolga yana qaytib kelyapmiz. 38 million odam. Endi men O'zbekistondagi ko'chatchilarni ikki turga ajratgan bo'lardim. Havaskor ko'chatchilar, tom orqasida ko'chat qiladigan yoki kattaroq maydonda qilsa ham yengilliklardan orqada qolib ketgan ko'chatchilar juda ham ko'p. Yoki ona bog'i bo'lmagan, payvandligini yaxshi tushunmaydigan, o'zi ko'paytirayotgan navi to'liq o'rganmaydigan, shoxini falonchini bog'idan yo
sotib oladi yo boshqa yo'llar bilan oladigan ko'chatchilar ko'p. Bu havaskorlar. Afsuski havaskorlar ko'chat bozorini kamida meni tushunishimcha 80% ni tashkil qiladi. Eng kamida undan ham ko'p hattoki. Endi o'sha kam sonli qolgan ko'chatchilar bular professionallikka intilayotgan ko'chatchilar, lekin hali professional emas. Endi men izoh bermasam bu gaplarim hammasi hozir noto'g'ri eshitilishi mumkin. Izoh beraman. O'zbekistonda ko'pchilik professional deb biladigan ko'chatchilarni navlarini ona bog'i yo'q. Nima deganingiz ona bog'? Navi ona bog'i degani aytaylik gilosda Giant Red yoki Svitarianni yoki Samba yoki Nimba navi bo'lsa yoki aytaylik Shoftolida Big Bang misol yoki Britney Lane navlari bo'lsa, o'sha ko'chatchini o'zida ozgina bo'lsa ham bog' bo'lishi kerak. 100 ta daraxt bo'lishi kerak. Aralashmagan, kasallikdan xoli bo'lgan va aynan mana shu Big Bang desa Big Bang yoki mana shu Giant Red desa Giant Red chiqadigan bog' bo'lishi kerak. Shoxni to'g'ri vaqtda o'shatdan kesib olib, keyin payvand qo'yish kerak. Men professionallikka intilayotgan ko'chatchilar deganim, ular ya'ni sohada bo'layotgan o'zgarishlarni doimiy o'rganib boradi. Tushunib turibdi nima bo'layotganini, lekin hali ham ona bog'i yo'q. Bu ko'chatchilar juda ham yaxshi biladi o'zi. Mana shu lavha yo'lidan chiqib qolsa tushunadi vaziyatni. Payvand masalasida ham, payvandda ham ona bog' yoki in vitro laboratoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash kerak ko'chatchilar. Men aytgan boyiga 80-90% ko'chatchilar in vitro laboratoriya bilan ishlagan qo'rqadi. Nimaga desangiz, in vitro laboratoriyada payvandning narxi o'zi chiqishi 8000 so'mdan, mayli bor ya'ni eng arzon 6000 so'mdan, qimmat bo'lganda 12000, 14000 gacha ham chiqishi mumkin. Ildizni o'zi hali ko'chat emas u. U nima, qanaqa laboratoriya, nima degani o'zi? In vitro laboratoriya degani, ya'ni ko'chatlarning payvandligini laboratoriya sharoitida ko'paytirish. Ya'ni juda ham tez ko'paytirish mumkin, oson, toza qilib, kasallik viruslardan xoli qilib ko'paytirish mumkin. Bunaqa laboratoriyalar O'zbekistonda bor. Yomon emas, ya'ni soni kam emas, yetarli desa ham bo'ladi. Endi qarang. Bu laboratoriyalar yaxshi ishlab keta olmayapti. Sababi men aytgan haligi havaskor 80-90% ko'chatchi 10000 so'mga payvandni olsa, u ko'chatini yetishtirguncha xarajati bor va sotib olgan payvandligini hammasi ham ko'chatga aylanmaydi. Bu oxir oqibat unga 14000, 15000 ga borib tushadi. Tannarx payvand ildizni o'zi hali. Endi ko'chatni u foyda qilishi uchun, xarajatini chiqarib foyda qilish uchun kamida 30, 35, 40, 50, 60 minggacha ham sotish kerak bo'ladi. Endi qarab turing. O'zbekistonda men aytgan professionallikka intilayotgan ko'chatchilar mana shu men aytgan narxlar atrofida ko'chatini sota oladi. Ular in vitrodan olishi mumkin. Lekin mana bu 80% qismi sota olmaydi. Nimaga sota olmaydi desangiz, mijoz bilan ishlash ko'nikmasi yo'q, mijozni to'g'ri yo'lga boshlashda o'zini bilimi yo'q. Haligi mijoz bilan gaplashganda mijoz sohani tushunmasa ham ikkita gapidan keyin bu ko'chatchi professional emasligini tushunib oladi. 50% holatda, 50% holatda tushunmaydi. Tushunib oladida haligi ko'chatchi 30 ming, 40 ming, 50 mingdan sota olmaydi. Bu men to'g'ri narxlarni aytdim. Hozir odamlar eshitib, "Sen ko'chatni narxini ko'tarib yubording" degan narsa bo'lmasin. Endi yana o'sha Farg'ona men yomon ko'rsa kerak. 5000 so'mga ham ko'chat bor. Ko'chat, tayyor ko'chat 5000 so'm bo'lib turganda ildizini 10000 so'mga sotib olish aqliga sig'maydi. Qarang, bu uni sotish ham bor hali. Ularni narsalar yo'q ketgan, mana Daniya ekib ko'chat chiqarish degan narsa. Yo'q bo'lib ketmagan. Aynan men sizga aytgan 80% ko'chatchilar hali ham shu ishni qilib yuribdi-da. Ya'ni Daniya ekib, keyin ko'chat qilyapti va bu to'g'ri emas. Endi to'g'ri bo'lmay borgan sari zamon o'zgarib ketyapti. Ya'ni qo'pol xato demayman, qo'pol xato emas Daniyada ko'chat qilish, lekin endi to'g'ri bo'lmay boryapti borgan sari. Endi zamon o'zgaryapti-da. Endi qarang, bu ko'chatchilar hozir aytsangiz, nimaga sen in vitro laboratoriyalar bor, payvandlar bor, nimaga ekmaysan desangiz, men qo'shnim Daniyada ko'chat qilib turib, 5000, 6000 nari borsa 10000 so'm ko'chat sotgan vaqtda men payvandlikni qanaqa 10000 sotib olaman, keyin men uni oxir-oqibat qanaqa 30-40 ming sotaman ko'chatni deb o'ylanyapti-da. Bozor ko'tar. Yo'li bor, o'rtoq yo'li bor. Sen bilimingni oshirgin. Senga kelayotgan mijozga
boshqa ko'chatchilardan farqini tushuntirib bera olgan, chiroyli qilib, ani Marketing. Yo'q, gрамотно deydi-yu, o'sha so'zni anaqa eslolmayapman-da. Hozir o'zbek tilida bor edi. Xullas, saviyali yo'l bilan, bilimli yo'l bilan mijozingga ko'chatingni nimaga 40 mingligini tushuntirib bergan yoki 50 mingligini tushuntirib bergan, sandan oladi. Chunki bu narsani ustunligini, qimmat bo'lsa ham, ya'ni nisbatan qimmat bo'lsa ham, to'g'riligini tushuntirsa bo'ladi. Bu asoslangan bilimi bor. Faqat sen o'zing oldin bilim olgan. Keyin qimmat payvandga olib, qimmat ko'chat sotasan. Biz qachon professional ko'chatchilarni kutishimiz kerak? Professional ko'chatchilar endi mana bunaqa narsa. Boya aytdim-ku, o'sha O'zbekistonda sanoqli bir 4 ta 5 ta ko'chatchilik bor, professionalligiga intilayotgan, lekin ularni ham o'zini ichki muammolari yetarli. Birinchisi bu ona bog' masalasi, ularda ham payvandlik masalasi bor va meni o'zimni fikrim, bu biznesni chin dildan yaxshi ko'rmasdik. Ya'ni ko'chatchi bo'lib, mana shu soha, men ko'chatni sifatli qilib yetishtiraman, odamlarga shu ko'chat sotib maza qilaman emasda, pul qilib maza qilaman degan fikri bor-da. Aynan mana shu ularning kamchiligi. Haqiqiy ko'chatchi bo'lsa, mayli men o'sha ko'chatni yetishtiraydi, 35 ming, 40 ming, 50 ming sotganimda menga teng yarmi yoki 80% foyda bo'lib qolmasin. Mayli 5 ming so'm foydaga, 10 ming so'm foydaga ishli, lekin shu ko'chatchi professional ko'chatchiga aylaniy degan fikr paydo bo'lsa, menimcha ishlari yaxshi bo'lsa kerak. O'shanda professional ko'chatchilik paydo bo'lsa kerak. Keyin yana bitta qo'shimcha, Yevropada, umuman chetda meva yetishtirayotganlar O'zbekistonchalik marjasi yo'q ularning. Men bilgan meva turlarida marja baland emas. Olmani misol qilib aytaman. 40 sent, 50 sent zo'r bo'lsa 60 sent sotadi. Bu degani 7 ming so'm, 7,5 ming so'm bo'lishi mumkin-da. Zo'r olma. O'zbekistonda 6 ming, 7 mingga olma ani sanoatlashgan bog'larda bu past narx hisoblanadi. Ular saqlab turib 10 ming, 12 ming, 14 ming, 15 ming, hattoki shunaqa navlar bor, 20-22 ming ham chiqib ketib qoladi. O'zbekistonda marja baland juda ham. Vaholanki Yevropani xarajati bilan O'zbekistonning xarajatini solishtira olmaysizda. To'g'ri, hozir kimdir aytadi, O'zbekistonda ham hamma narsa oshib ketyapti, lekin siz Yevropaning tonnasini oling, O'zbekistonning xarajati bilan bu fikrni siz etmaysiz. Siz Yevropada olmadan 50-60 tonna o'zi eng yomoni ikkisi 50-60 tonna olishi mumkin-da. Bunaqasi ham yo'q o'zi aslida. 80 tonna, 100 tonna oladi gektaridan o'sha balzanoda. Va xarajat qimmat bo'ladi va tonna baland bo'lgandagina foyda qiladi. Chunki tonna baland bo'lganda tannarx pasayaveradi ularda. Hajmdan yuradi. Siz O'zbekistonda 80 tonna olmay mayli, 50-60 tonna oling. Bizani hozirgi qimmat deyotgan narxlar sizga hech nima bo'lmay qoladi. Mo'yaga qo'shimcha bo'lmasa keyingi savol bor. Bir muxlis so'rabdilar, G'ayrat hoji shuni so'rab bering. Anorni ichidagi gulni qirib tashlamasa qurt tushyapti. Bundan dori bo'ladimi o'zi deb so'rabdi va dori sepiladimi bunga o'zi? Anor. Endi biza shakl berish bo'yicha, misol uchun anjir, uzumni, anorni tushuntirishimiz mumkin. Lekin men bu meva turlari bo'yicha o'zimni mutaxassis, chuqur bilimga ega mutaxassis hisoblamayman va bu narsani to'g'ri ham hisoblayman. Mana javob kimdir berar yoki bir topib turib tashlab berarmiz mutaxassis tanishlarimizdan kommentariyada, lekin bitta narsani aytib ketish joyida G'ayrat hojaga joyi kelgani uchun Yevropada faqat olma bilan ishlaydigan mutaxassis bor. Faqat gilos bilan ishlaydigan bor. Xos. Ya'ni umumiy ishlasa u qolib ketadi orqada. Xuddi shunaqa men ham hamma sohani bila olmayman. Anor, anjir bu bizdan uzoqroq bo'lgan meva turlari. Menimcha kursni yakunlaymiz. Ancha suhbatlashdik. Ajoyib suhbat bo'ldi. Juda ham ko'p savollar, muxlislarning qiziqishi ham zo'r. Sizlarga kattakon rahmat. Sizga ham katta rahmat. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Hurmatli muxlislar, demak, o'zimga ham juda ham ma'qul, chunki aytadi amaliy ko'rsatuvda, ya'ni hammamizga kerak bo'ladigan ham qiziqarli, foydali ko'rsatuv bo'ldi deb o'ylayman sizlarga. Demak, bugunga reja qilingan ko'rsatuvlarimizni yakunlaymiz. Ertangi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat.